Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahabatihi ve men ettebe'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'du faqala el-musannif rahimahullahu ta'ala Kitabun Nudur. Biz Kitabul Eymanni tugutib, Kitabun Nudurga kelgan. En-Nudur jam'i nazr ama nazr bizning hozir Uyg'ur tilida nazrchilarda bor, lekin ma'nosi o'tkilib ketgan. Uyg'ur tilida esa nazri ma'lum bir kishi vafot olib ketsa, mehmonni chaqirib, tamoq qilib, 7ta, 3 40 yillikqa deb o'tkazilgan bir xayr-saxovat shay deylar mehmondachilik. Shuni nazr deb ataydi. Bu yerdagi nazr bu boshqa. Shar'iy, Qur'on ko'rsatgan, Rasululloh hadislarida kelgan, islom tunilgan nazrmi shu? Bizdagi urfda atilib qolgan. Bu nazrchilar. Nazr ismli atilib qolgan. Balki hamda bunun boshqalar masalan manda bir ishim qulaylashib ketsa, yo unda o'g'il farzand ko'rsam men el jamoani chaqirib chay qilma deb banda nazr qilib, keyin asosda shuni nazr deb atalgan bo'lishi mumkin. Lekin bu nazr hamda shariatdagi nazr nima desa, islom vojib qilmagan narsani inson o'z ustiga vojib qilib olsa, ya'ni ko'pincha taat ibodatlar emas. İslam bu işini kılışın gerek demektir. Lekin bu özünün üstüge men zadım işini kıldım deb özünün üstüge yüklü varsa bu nezir oldu. Yani iltizamul insan bit taat allati lam yulzimhu şara. Bu nezir. Mesela imtihandan ötep kalsam 3 gün roz tutma. Koydum bizni soyma. Ya ki manda 100 rekat namaz okuyma. Ya ki hecge varma degandek ahvallarda özgü vacip olmagan taat ibadetlerini öz üstüge yüklü varsa bu nezir oldu. Onun keyin shuni qilish kerak. Shu degan ishi o'zi chiqqan chog'da shuni ado qilish vojib. Chunki bu inson o'z irodasi bilan o'zining ustiga bir narsa yukladi. O'zining so'ziga hurmat qilish kerak. Bu insondan chiqqan lafz ma. Buningda yani bir turlik insonningki irodasini, insonning lafzini qadrlash bor. Hozir ko'pincha holda daha imzo qilib hujjatlashmasa og'zidan chiqqan gap esa bo'lmay qolib ketdi. Lekin islomda shunda insonning qadri qimmatini shunda ko'tardi. Og'zidan shunda chiqdimi, oldim, satdim dedi. Oldim, tegdim dedi. Shu hisob shu. Bu cho'qim imzo qilib uni unda qilish kerak emas. Hamda puxtalab, masalan, inkor qilmaslik uchun guvaltib qo'yish, boshqa mustahkamlik qo'yish bor. Lekin normalda inson irodasini, insonning lafzini, yani umuman insonni qimmatlash yuzidan bunga e'tibor berish kerak. Bu inson ham o'ziga yuklab oldi. Yuklab olganiga buni ado qilish kerak. Bu Qur'oni Karimning oyatlari, hadislar bilan, ijmo bilan isbotlanadi. Nazr yani yufuna bin nadr vel yufu nudurahum oyatlar. Xalqi oyatlar bor. Va ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innalloha ya'lam. İnni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. İnni nazartu laka ma fi batni. Meryem Aleyhisselam'ın anası hoşluğu şu balını atıp etken Allah. Şu tuğulgan balamını şu mescidine hizmetine atıp etken diye. O mescidine hizmetine er kişi kılırken atarken ki o bala kız tuğulup halinde vadatı var onta Allah'a alımı bimada. Nezir kılış şunda üzlikidin fidakarlık kılıp kılımandan üstü yüklü ağını bildim. Andaki hadisledim o nurgun hadislik ayı. Men nezeran yuti'illaha fel yuti'ihu. Mesela. İcma alımı bazı alımla nezir kıygan bolsa nezirini adaklısı vacibdir. İttifak ayı. Ve hâdel kitabu fihi thelâtet fusul. Birinci fasl fi asnafın nudur. Bu nezrinin türleri qanda. Bir neçe türge ayırıyoruz bu. İkincisi fîmâ yelzemu minen nudur ve mâ la yelzem ve cümleti ahkâmiha. Qanda nezrni ado qilish vojib. Qandani ado qilmaslik kerak. Masalan, gunoh bir ishni qilmaganimizda ado qilmaslik kerak. Masalan, shu munosib ahkamlar. Uchinchisi fi ma'rifati shay'illati yelzemu anha ve ahkâmiha. Masalan, shu nezrni qilgandan keyin bu yerda nima kelib chiqadi? Masalan, kaffara kelib chiqamdi, ado qilish vojib qilish kelib chiqamdi, nimalarning oxidan nima keladi demoqchi. Al-fasl al-awwal fi asnaf an-nudur. Ana muallif niyada aslan qoid bo'yicha nazariyan lug'at istilohiy ma'nosi unda deyish kerakdir. Lekin bu ko'pincha unda tafsilotlar kirib ketmay ba'zi ahvollarda. Aksi masalaga o'tib ba'zi ta'rif qo'ydi. Al-fasl al-awwal fi asnaf an-nudur. Va an-nudur tanqasmu awwalan qismayn. Hamda nazrni turga ayirsak, boshqa ikki qismga bir bo'lib boqamiz. Qismun min jihatil lafz, so'ziga qarab, lafziga qarab, nazr qilgan lafzda qanda lafz bilan qildi, shuni qarab biz min hadhihi al-haythiyya lafz e'tibori bilan ikki qismga ayiramiz. Min jihatil lafz va qismun min jihatil ashya allati tundar. Ya'ni ikkinchisi nazr qilib manda qilaman degan narsalarga qarata, ishlarga qarata taqsim qilamiz. Yok mazmunni qarab deymiz. Lafzga qarab, mazmunni qarab taqsim qilib boqamiz.
Tamam min cihatil lafz fa innahu darban. Endi lafziga qarasak bu ikki turga ayrilib ketadi. Mutlaqun va huwa al-mukhraju makhraj al-khabar. Mutlaq manda ish u bu demaylam nazrning ham gapini qilgan bu xabar tariqasida kelgan. Va muqayyadun yana bir turi ma'lum bir ishga bog'lab qo'ygan. Manda ishni qilaman deb. Va huwa al-mukhraju makhraj ash-shart. Yani manda bo'lib qolsa manda qilman degan tariq. Shart bor. Demak, birinchisi xabar ma'nosida kelgan shartsiz kelgani, yana birisi shartga bog'lab kelgan edi. Yani mutlaqni ikki turga ayiribdi. Musarrahun fihi bi shay'il mandubihi, mutlaqmi manda ishni qilaman deb aniq degani va demagani va dedi. Demak, hozir mutlaq degani shartsiz degani, muqayyad degani shartga bog'liqni ekan. Masalan, qilaman degan ishni aniq aytganning misoli, misol qavli qoida lillahi alayya nadrun an ahujja. Ma Alloh taolaga haj qilib nazr qildim deb. Va thani misol qavlihi lillahi alayya nadrun mesela. An ahujja demaylam, Allohga bir nazr qildim deb. Qilgan ishni demadi. Lam yusarrih bil amal. Dun an yusarriha bi makhraj an-nadr. Demak, bu nazr qaysi ish qarta chiqdi bu nazr og'zidan desa, bu ishni demadi dedi. Onaqa dam qo'lab qolarmi? Yo'q, nazr. Men nazr qilman degan ekan, ya'ni nazr qildim degan ekan, nazr degan so'zni biz hisob qildi. Lekin endi nim bilan siz balki bu odamning niyati siz nima niyatda degan tanaj, ko'nglingizda masalan ro'za tutishni o'ylaganmidingiz yoki bir ikki rakat namoz o'qishni yo bir qurbonlik qilishni o'ylaganda u chog'da ko'rsatishimiz mumkin. Yoki uni so'rab yurmaylar, aqlli islomda bir tutumliq bir qilgan aqlli ibodat qaysi ikki rakat namoz o'qish yo bir uni boshqa sadaqa berish degandek. Ya bir gün özüşte apırışımız mümkün. Akallisi. Onda ana alimlar bizni azdaydi. Lekin nazr hesabı şu. Yok çıkartmayımız dedi. Muqayyad degani shartga bog'liq ekan. Manda bo'lib qolsa, masalan, o'g'lim imtihonni o'tab a'lochi natija qozonsa, manda masalan, yoki ayolim o'g'il farzand tug'ib qolsa, manda qilaman. Endi bir narsa bog'lab qo'ysa, yoki safardan salomat qaytib bora olsam, manda qilaman deb ma'vo muqayyad. والأول ربما صرح فيه بلفظ النذور. مثلا شو لله علي نذر degandek iboratdimi? Mutlaq. Lekin mutlaqni nazr musarradida. Endi nazrlam deb ishni demaganmi? Buningda balki nazr so'zni demaslik mumkin deydi. Nazr degan so'zni og'zidan chiqarmaslik mumkin deydi. Boshqa bir so'zlar shuni ifodalab beradigan bo'lsa, nazr degan so'zni ağzından çıkarması mı? Nezir bularına varken. Mesela yapın lillahi alayya en ahujbana. Nezir yani kumbay lillahi alayya diyenken Allah için ben manda kılışım üzerine vücutluldum diyen buldum. Yani nezir kıldım diyen. Ve emmel mukayyedul muhracu mahracı şart mukayyed kılıp şart terepiste diyen mukayyed değil mi? Manda bulab qalsa deganda. Faka qawlul qail in kana kaza fa alayya lillahi nadru kaza. Ma ish manda bulab qolgan bo'lsa, manda bo'lsa, Alloh uchun men bo'ynimni manda nazr qilish va debdi. Yani manda nazr qildim debdi. Bayatin degandagi, "Va nafala kaza manda qilaman, manda qilish mening bo'ynimda" deb manda nazr qildi. Yani bir ish manda bo'lsa deb yerda bog'lab qo'ydi. Va hada rubbama allaqahu bi fi'lin min af'alillahi ta'ala. Belki bunu Allah Teala'nın bir işığı dullab qo'yishi mumkin, chetib qo'yishi mumkin. Yani insonning işığı emas, Allah Teala'nın. Allah menga o'g'il farzand bersa, Allah kesilmish shifoliq bersa, salomat qilib ketsam, munda qilaman deyishi mumkin. Mesela yaqul in shafallahu maridi desek maradi desek bo'ldi. Maridi olsa bunun birinde ballardan birisi, öyishi birisi kesilib, ballardan birisi olsa, bunun kesal kishimga Allah şifalık versin. Eğer maradi olsa Allah'ın kesilmiş şifalık versin. İnşallah maradi desek takım uçudan. Benim kesilmiş şifalık bir selamet kovab geçsem, ben manda kılıman, bu benim üstüm nezir de manda diyen bolsa, bu Allah Teala'nın müstibalık olan bu. Çünkü şifalık veriş Allah Teala'nın işi. Benden kıldığın iş emez. وَرُبَّمَا عَلَّقَهُ بِفَعْلِ نَفْسِهِ. Yani bazı özden bir kıldığı aşığa çetip koyuşu mümkün değil. مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نذر كذا. أما جزء سلامة برال سام يعني. من ذا خيسام. إن تذكسام. من ذا قلبان. وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا. هم الفقهاء بنا يمين دب مؤطيد. قسم دب هذا. çünkü bu nedir olan قسم جزء قانون. قسم مو تاكلب جناسنا مستكملب degan narsa. Nedir yanma? Keskin sözler özge bilan juglaganlar. Ana ikkisida kafaratga bog'lanish tarafim bosh kelisdan. Davanki manda qilsam, manda qilish kildi degandek nazar qilsa, buni fuqarolar odatda ayman deb
Ma Mısır'da mı şunda? Alayya talaq deb tushdi. Alayya talaq degani agar menda bo'lib qolsa, men ayolimni talaq qilishni o'z ustimga vojib qilyaptim degan bo'ldi. Ham shu nazarga chetishlar mana. Lekin mushuni hammani ayman deb ataydi. Yaminat talaq. Awqa'tu yaminat talaq ala imraati deydi bu. Ma ayolimga shu talaq qasimini ichgandim degani ashunda yuqirdik desa, mush ibora bilan biz shunda. Shuna buni olimlar yamin deb ataydi. Yemin deb atash nazrni Rasululloh hadisidan kelgan. Bir ayol ajga mana bash qilishni to'g'rilikmi birini qilgan chaqda fal tukaffir an yaminiha. Bak charchab ketgan bo'lsa, ma'asi ma'sum bo'lmasa ularni ma'sum undan yeminiga kafarat rasul deganim. Da'van kim bu nazrni yemin deb atash, yani aslida ba shariat usulida ba. Şunu fuqara ayman deb atadigan shu. Bir xil tajovuz hamda buni mazmunni qarab yoki ba'zi hadislik kelgan usul qarab yemin deb atadigan ahvol bor. Va qad taqaddama min qawlina annaha laysat bi ayman. Lekin ma nazr so'z bilan kelsa biz yuqorida deb o'tdik deydi. Ay qasam babida bizda o'tdik bu nazrga nazr deymiz buni. Yemin demaymiz deb muallif shuni tarjih qildi. Fa hadihi asnafun nazr min jihati as-siyaq. Endi mushu lafzga qarab taqsim qilsak, yuqoridagidek mushunda taqsim qilib bo'ldi deb nazar. Adam lafzi e'tibor bilan butun turlarini bayon qilyapti nazarning. Va amma asnafu min jihati al-ashya allati min jins al-ma'ani al-manzur biha nazr qilgan chaqda manda qilaman deb o'zga ishlar qarasak, shu mazmunni qarasak, fa innaha tanqasimu ila arba'ati aqsam. Nadrun bi ashya min jins al-qurab. Birinchisi qat ibodat ladin bo'lgan bir narsalarni nazar qilish edi. Bunda qilaman degan ishni turar. Bizcha taat ibodat, masalan, ro'za tutaman, qurbonlik qilaman, namoz o'qiyman deb, yo ish ko'raman deb, bu taat ibodatdan birini dedi. Bu taat ibodat turgisi edi. Va nadrun bi ashya'a min jinsil ma'asi. Ba'zan gunoh ishni qilaman deb nazar qilgan. Agar menda o'z falan o'ttiritiman degandek-chi, bundan talaq deydigan, talaq qilish o'zining haqqi hamda. Lekin bakar boshqa bir ishqa bu musulmonlikka ig'ir chatoq ishlama desa, boshqa sirtgan ishni talaq qilib oldigan. Ya'ni sen uyandagi ayoling bilan munosabatsiz boshqa bir ish uyangan bo'lsa, bakar ayoling talaq qiladigan qanday gap bu? Ya başka bir sözün degen manda şöylep qazaman ya tam bu yüzünü üstüme de. Mesela şu bakalım o uruşqa öydeki ayağını talaq qılıp oyun ayran qılgan. O talaqlar ne münasebet onun? Bazı devrilde ayında adam bolganında. Akıllı spoçilip adamlar. Ağın İslam paranız bir iş bilgemiz mutalaqlar düşüdügan. Ticaretimiz bir iş bilgemiz talaqlar düşüdügan. Bizde açılış basımı talaq gebini qıldı. Ali Mısırlık şunda. Şunda bir sal gapni chiqib qolsa alayya talaq deb bilan. Alayya talaq bitalab deb tushdi. İşte Jidal majra qilgan chaqda sen ojiz mavqat bo'lsangmi, yani sening gaping jing'asmaydigan, yolg'on chiqqanda ahvoldimi, sen hayot tushib ketmaslik uchun shunda chinganni qilib turib olasan. Ama insonning tagi shunda. O'zidan xato mavqat turib bilib turib, unda qattiq ching turib oladi. Undan keyin talaqni qilsang o'zingga bakar ziyon qilganlik. Bu bir xillamni saranglik. O'zining o'yini başka münasebet bilan vayron qildi. Endi gunohni qilaman desa, bu chaqda gunohni qilmaslik kerak. Yani nazar qilib bo'libdi. Nazarni ado qilishing kerak dedi shu. "Man nadara an ya'siyalloha fala ya'sihi." Yani kafarat kelamdi, bu boshqa masala. Nazarni qilmagan ekan, kafarat kelam kelmadi. Wa nadrun bi ashya min jinsil makruhat. Makruh ishni qilishni nazar qilib to'maslar. Manda qilmadi. Odatda makruh ishni chiqqanmi? Saklanı düşürdüm ya. Saklanı düşüş, tövdülü mezzetli harammış. Makruh emas. Bu makruh işleyecek hamda, ben misalını satma. Fıkkadaş makruh yok, kırah diyen gibi lan, şöyle. Netçi bana belki 1 milyon işi var makruh işte. Ve nedrun bi eşya min cinsil mubahat. Yani mubahla ne kılışını nezir tuttu. Mesela bir koyunun göğsünü yedirme diyen. Mesela ya ki hamda manç kilo şaptılayma. Ya benden iman kılara. Mesela iman kılama, çay verme degende adetda qiysa kang qo'yitilgan mubashli var. Ve hadihil arba'a tanqasim qismayn. Bu to'rtni biz g'archida qilish qilmaslik ikki turga aytsak 8 bo'ladi. Qilma qilmayman degan. Al-fasl ath-thani fima yalzamu min an-nuzur va ma la yalzam. İkinci fasl qaysi nazarni qiysak buni o'rindishimiz kerak, qilishimiz kerak. Qaysini yo'q zar qilmaysa deymiz.
وأما ما يلزم من هذا النذر وما لا يلزم فإنهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب. Taat ibadetlerde kıygan mutlak nazir olup kalsa kılmısan olmayız da ittifak geldi. İlla ma hukiye an bazı ashab-ı şafi'i ennen nadra al-mutlaka la yecuz. Bu anda hesap kılmadan karaş. Şafi mezhebinde alimlerin şunda bir rivayet kılınıptı. İlgisi yokken bu karışın. Bula nedir mutlak caiz emez. Çokum bununla malum bir şartını bağlışın gerek. Bunda tefsiri kılışın gerek de turuptu. Lekin o hesap kılmamış. Cumhur'un mesela. وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق. Cumhur ya ki aşırı asasen alimler mesela ittifak geldi değil. Nedir mutlak desem zaten taat ibadet kılgan bolsan ada kılışın gerek de ittifak geldi. Nima uchun? Yoki qanday ahvolda idza kan ala vajhi rida la ala vajhi lijaaj. Normal jidal majra qilib qalbasini o'rlab toza qaynab teshib ketgan vaqt emas. Normal o'zingda sog'lom normal ahvolda butun roziqning to'liq iradan bilan manda qilma deb qilgan bo'lsam buni ittifoq. Ammo lijaaj bo'lib qolsa ballajju fi utubin nufur. Bak bu azna takallışıp, jodalışıp qilganni bildiradi. Çünkü bu açıqdan başqa uruşup qolgan, jidallashgan chaqda açıq o'zining aslarida qilgisi yo'q, açıqda virtiga ahvol bor. Shuni ba'zi olimlar uni mayan qarib qo'yadi. O'zining normal, to'liq ixtiyori, to'liq irodasi bilan boshqunda urush jidalga ta'sir qilishmagan holatda desa, bu chaqda shu qilish kerak deb ma'no ittifoq keldi. Endi lijajda ba'zilar ma'qul qilish mumkin, ba'zi yoqtish mumkin. Mantıklarınızı ölsem, sen mimaklaydı ölsem. Bu anda akıllisi ba'da. Bundan doğa Arapça nezdemden sığısıyla Uygurca oluşması mümkün. Bunda lafzlar nima qilmasmi? Ammo shu mazmunni ifodalaydigan bir iboralardan deyiladi. Bu iboratni deyiladi shu aqllisi ba'da, yuqorisi nazr bo'ldi. Har ishdan va'da degan va'da turish muhim ish. Agar shunda bir va'da bergan bo'lsa, biz bu xavotir qildik. Koy bo'g'izlaymi, bunda xiyol bo'lsa, imtihonda natija chiqqanda g'inshib o'tiramiz. Tanas qo'yna tarafli deyiladi. Va'dul hurri daynun alayh degan so'z bor. Ağızdan chiqqan so'zni hurmat qilish insonning hurmatini qilishga iborat. Insonning qadr qimmati. Ağızdan chiqqan yer emas. Va sarraha fihi bilafdin nazr mana. Nazr so'zni aniq desa deydi, mana. Hozir biz degan masala bilan chetishga kelibmiz. Endi nazr degan so'zni ishlatib, bunda jidal majra emas, normal holatda bizlarda o'tadi. Va tez o'tgan vaqtida qachida sizlar qilib, manda qilma deyasizlar, bunda ixtilof yo'q ekan. Nazr so'zni ishlatib, manda qilib birma desalar, bu hamma olimlar o'rindish kerak deydi. Ana va jidal majra talash tortish bo'layotganda qizib ketgan vaqtda nazr so'zni ishlatmay, hozir degandek masalan. من دوا قاس اختلاف وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشيء المنذور أو كان غير مصرح. يقول bunun da maaşını kılman düşündü müsün? Kurbanlık kılman yaptı ya bunda mimar kılman onu demişsimo. Nedir sözde işletken bolsa normal halatda cidal majra demez. Amma da ittifak. Ve kezalik ecma yani ittifak'a orun bakin. Ecma'u ala luzum an-nadr alladhi makhrajuhu makhraj ash-shart idha kana nadran bi qurbatin. Mana shart sig'isidan kelgan bo'lsa, taat ibodatni degan bo'lsa, buning ma'nosi nima? Mutlaq bo'lsin, shartli bo'lsin, nazr so'zini ishlatdi, rido holatida taat ibodatni qilish bo'lsa, bu hisoblanadi. Wa innama saru li wujub an-nadr li umum qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu awfu bil 'uqud. Endi nazrning hukmi nima uchun musha ahvolda, yuqoridagi ahvolda vojibdir, nazrni ado qilish vojib. Esa musha oyatni dalil qilibdi. Yana vel yufunu durahum yufuna bin nazri degan asharadan misa dil bo'ladi. Yani uqud deganimda mishada qalbingda asl iroda qilgan, qalay degan ishni demakchiman. Aql qalb degan ma'noda. Hamda uqud degan adamda unda boshqa bilan kelishim tuzgan to'xtam ma'nosi demişdi. Aqliyat bağlanish emasmi? Bağlanish bo'lgan ekan, bu kalamning irodasi bir narsa bog'langan bo'lsa, so'zlashib, to'xtamlashib kelishgan bo'lsangiz, so'zni turinglar degan. Shu to'xtamni deymiz emasmi? Men bunda qilib bermadim. Yamonchi pul berman, faloncha yamonchi pul to'layman degan to'xtam. Ikkisi bir ma'noda. Va li'annalloh taala qad madaha bihi faqala yufuna bin nadr. Mu'minlarning ashunda yaxshi bandlarning sifatini bayon qilgan chaqda yufuna bin nadr deb madilgan. Bular qilgan nazrni ado qiladigan shunda isli kishilar bular deb madilgan. Undan keyin bu
ado qilish kerak bir narsa ekan. Allohu akbar, Allohu akbar. Bu nazaraganda ado qilsa shuni savab. Ado qilsa, birinchidan gunoh, vafosizlik nimasidan qutuladi. Undan keyin yana bir isil fazilatli ish qilgan bo'ldi. Masalan, o'sha nazrni ado qilish gunoh emas, vojib tark qilgan gunoh. Hamda hayatı yufuna bunlarda medildi-ma. Ondan keyin bu bir fazilatga ega bo'ldi. Masalan, va'dada turish qanday fazilat bo'lsa, nazr qilganimizni ado qilish shunday fazilat. Shuni Alloh taolo medildi. Qo'yilmadi, yaxshi emas deydi. Bu hamda nimaga chetishlayapsa, maksad bayon qilmadi. Nazr qilishning o'zining hukmi nima? Hozir nazr qilib bo'lgandan keyin ado qilishning hukmi nima? Nazr qilishning o'zining hukmi makruhmi, mubahmi, mustahabmi, harommi nima? Bu bahs qilmadi. Ko'pincha ahvolda nazr qilish mubah ish. Bu insonning o'zining ixtiyorligiga qo'yib bergan bir ish. Karahat nima uchun degan chog'da bu hadisda bayna yustakhraj bihi min al-bakhil deb qo'ymizmi? Adatan bunday faqat qilmaydi. Agar o'zining manfaati paydo olgan bir ish bo'lsa, undan qildirgan ekan, shu paydo bo'lsa, Alloh uchun bu buni hajmaydigan deb qaralganlik uchun. Lekin normalda nazr qilishning mubah. La havla va la quwwata illa billah. Lajaj degan jidal, talash tortish, dolqin urib erkanlik ketsa, lujjatul bahr deb qo'ydi. Allohu akbar, Allohu akbar. ولأن الله تعالى قد مدح به فقال يوفون بالنذر. نذرنا جاء أداء قدغم مؤمنان مديلده. وأخبر بوقوع العقاب بنقضه منه. قال uni buzursan, so'zingni tutmasang, jazo uchraysa deb xabar qildi dedi. Masalan, minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Demak, bu yerda nazr qilib, keyin buni ado qilmaganning jazo uchraydiganligini bayon qildi. Mana la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Hozir bu ma'noga nazr deb qolsa, buni nazr so'z yo'q hozir. Lain atana min fadlihi lanasaddaqanna. Nazrning lafzi yo'q demakchi. Ta'kid nima bor? Ahadullohimizmi, Alloh ahd qilishmi? Shu nazr so'z yo'q. Bayt nazr so'zi bo'lish kerak, bo'lmas kerak degandek talash bo'ldi-ku. Hatto qasam so'zi bor, Allohni ismini chiqamizmi? Qasam desa bo'ldi dedi. Turli bo'ldi deb. Nazr so'zini ishlan bo'ldi, yo bo'lmasa nazr so'zini ishlatmay Alloh taolaninki mening ustimda madanimiz bor, ishlan bo'ldi deb. Bo'ldi dedi. Demak, ma'noda nazr so'zini ishlatmadi mana. Lekin boshqa so'zlar shu nazr ma'nosini bildirdi. والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق واختلافهم في هل يجب النذر بالنية. أنا مثلا مطلق نذر قيادة نذر سوزنا إشلت مسا اختلاف بطوة. بيار اختلاف نادين كالده دسا ما bir meselede talaş tartış boğallıktan andı mağan talaş tartış. O mesele mağasa hal يجب النذر بالنية واللفظ mağan أو بالنية بالله. Nezir diyen niyet lafz kilis bolsa yani. Andın nezir bolamdı ya ki niyet lan bolsa nezir lafzını onun demesi mi? Başka manada ifadesi bulaveramdı diyen mesele geçirdi. فمن قال بهما معا إذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يلزم شيء. İkilisi bil bo'lish kerak, lafzmi bo'lish kerak, niyatmi bo'lish kerak, andın nazr vujud qilishdi deganlar. Lillahi alayhi kada va kada desa, bu nazr so'zni ishlatmadi. Lillahi alayhi nazrun demadi. Lillahi alayhi kada deb qo'ygan ekan, va lam yaqul nadran lam yalzamhu shay'un. Nazr demagan ekan, bu niyat olib qoldi, lafz yo'q deb turibdi. Li'annahu ikhbarun bi wujubi shay'in lam yujibhu Alloh alayhi. Chunki Alloh taolo uni vojib qilmagan narsani bu xabar qilyaptilardir. Mening bo'ynimda edi. Lekin bo'ynimda emas. Nima o be qalayimqan jo'yilgandek bir gap edi. İza qala lillahi alayhi kada va kada va lam yaqul nadran lam yalzamu shay li'anna qawluhu hada ikhbarun bi wujub shay lam yujibullah alayhi. Bunda desa bu nazr so'zni atamasa nazr bo'lmaydi. Chunki buning so'zi odatda xabar beryapti bu. Ya'dir o'shada mush qavl qaytdi bu. Nima uchun? Mana İza qala lillahi alayya kaza va kaza va lam yaqul nadar. Nazr so'zni ishlatmaylar mushna degan bo'lsa, hech nima bo'lmaydi debdi. Li'anna hadha al-qawl ikhbarun bi wujubi shay'in lam yujbal. Agar buni nazr qaytadigan bo'lsa, bu mas'ul nazr olib ketudi deyish kerakdi. Hali nazr emas bu deydi. Yani iltizam emas bu, ixbar. İlla musarraha bi jihatil vujub deganimda nazr jihatdan vojib desa sarraha bi jihatil vujub bo'ldi. Yani bu sizga qanday vojib bo'lib qoldi desa nazr jihatdan desa, ondan bu gardinga o'rnaydi dedi. Nazr jihatdan demagan ekan, bu munda degan so'z ekan. Talab so'ylab qilib debdan.
Demek bu şey nezir degan so'zni ishlatmaganlikdan bu yerda so'z bilan niyat ikkisi jamlanmaganlik uchun birisi bor birisi yo'qolib qoldi. Shunga bu nezir emas dedi. Wa man qala laysa min shartihi Allah. Hamda lafzni ishlatmasimi niyat bo'lib shu niyatga dalolat qilgan boshqa bir iboralarning qismi mayli deganlar, ya'ni aqdun nadr va illa musarrah bilab deyman. Nazr so'zni ishlatmasimi nazr bo'laverdi dedi. Va bu mazhab Malik. İmam Malik'ninki qarshi, jumhurning qarashi bu. İmam Malik va g'ayrihi min al-ulama. Yani ennehu iza lam yusarrah bi lafzin nadri ennehu yalzam. Nazr so'zni ishlatmasimi bu nazr bo'laverdi, gardiga otilaverdi dedi. Bu shu jumhurning qarashi. Chunki so'zning hamma urami shu nazrni ifodalab turdi. Ya'ni niyat qilgan narsani ifodalab turdi. Ya'ni nazrning mazmunini ifodalaydi. Undan keyin mayli deydi. Demak, ko'pchilik olimning qarashida nazr so'zini ishlatish shart emas. Va in kana min madhabi anna an-nazr la yalzam illa bin-niyyah. Valloh. Endi bu ko'pchilikning qarashida Imom Malik ham unda bir nusxa ekan. Niyat va lafz ikkisi bo'lish kerak degan bo'lsa-mu Imom Malik. Lekin nazr so'zi shart emas deb turibdi. Yani nazr bo'laverdi, lekin boshqa shunda ashuni ifodalaydigan so'z bo'lsa. Lekin ra'ana hazf lafz an-nazr min al-qawl ghayr mu'tabar. Bu so'zdan nazr degan so'zni elib tashlatish ta'sir ko'rsatmaydi. Nazr degan so'z ishlatilmasimi ta'sir ko'rsatmaydi. Id kana al-maqsud bil aqawil allati makhrajuha makhraj an-nazr an-nazr. Chunki ash degan so'z lillahi alayya an af'ala kaza degan so'zni hammasininki urami nazrning ma'nosini ifodalaydi. Demak, nazr so'zni tashlayotganimizda uning o'rnini bosadigan, ya'ni ifodalaydigan so'zi bor edi. Bu yo'qolib qolgan bilan o'rin bosarlari bor. Mana mahrajin nazr, nazr siyg'isi bilan aytilgan so'zlardan maqsad qilgan narsa nazr dedi. Va illa musarrah fiha bil lafzin nazr. Nazr so'zni aniq demisimi? Demak, Imom Malik lafzin bo'lish kerak, niyat bo'lish kerak dedi ekan. Lekin nazr so'zi yo'qolib qolishi bilan lafz yo'qolib ketdi demaymiz. Uning o'rnida boshqa lafzlar bor edi. Va hada madhabul jumhur. Wal awwal madhab Sa'id ibn al-Musayyib. Birincisi nazr so'zi ishlanmasi nazr emas degani va Sa'id ibn al-Musayyibning mustabi'ining qarashi ekan. Wa yushbihu an yakuna man lam yara luzum an-nadr al-mutlaq inma fa'ala dhalika min qibal annahu hamala al-amra bil wafa' ala an-nadr. Bunu menga nazr lozim emas deganlarda yuqorida ittafaqu ala luzum an-nazr al-mutlaq fil qurab illa ma hukiya an ba'd ashab ash-Shafi'i anna an-nazr al-mutlaq la yajuz la yalzam degan shu. Bularda nima uchun deb qolgan butun jumhurdan ayrilib turib, chiqilib turib bunda deyishning biror sababi bormi yo'qmi deb ulug' bir ba'no izladilar. Ushbu ayyakuna man lam yara luzum an-nazr al-mutlaq shu qarashchilar balki hamda bunda deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. İnnama fa'alalik min qabl annahu hamala al-amra bil wafa' ala an-nadr. Yani nazrni ada qilish, ya ayyuhalladhina awfu bil uqud val yufu nuduran degan buyruqni vojib deb tushunmay, nazrni ada qilish mandub deb tushungan bo'lishi mumkin. Va kadalika man ishtarata fihi rida. Yana jidal majrada emas, shu normal tamkin holida o'zini to'xtatgan holatda shunda degan bo'lsa, undan hisob kelib bular nima uchun shu rozi holatida, rozilik holatida degan bo'lsa deb shart qildi desa, fa innama ishtaratu li anna al-qurba innama takun ala jihati rida la ala jihati al-lijaz. Taat ibodat degan sen to'liq roziligingdan o'zlikingdan chiqarib, yurtingdan chiqarib qilgan narsa. Bu boshqalardan takalluf qilgan va so'zi ketib qolmay, boshqalarning oldini o'qib qolmaydi, boshqalarning bir nimasini ko'z tutib qilgan ish emas. Bu o'zingning ishdan chiqarib roziligingdan qilgan ish bo'lgan ekan, bunda jidal majrat sizliqlik bilan hayajonlanib ketgan chog'da bu hisob emas degan bo'lishi mumkin. Va huwa madhab Shafi'i. Imom Shafi'i shunda ta'kidladi. Imom Shafi'ning mazhabidimi bir necha qarash bor, bir necha so'z bor. Balki bu Imom Shafi'ning mazhabida mu'tamad emas qarash bor. Ba'zi ashab Shafi'ning tekshirishlar. G'ayr mu'tamad. Ba'zi ashab Shafi'i bak arz qarash. Ama madhab Shafi'i degan bu jalliq emas. Madhab Shafi'i degan Shafi'i mazhabida hisob bo'lgan qarash musho demakchi. Va amma Malikun fan-nadru 'indahu lazimun 'ala ayyi jihatin waqa'. İmam Malik bunun qarshida muqayyad bo'lsin, mutlaq bo'lsin, rido bo'lsin, g'adab bo'lsin, shuni dedi. Fa hada maxtalafu fi luzumihi min jihati al-lafz. So'z e'tibori bilan ixtiloflashgan masala shu anda. Nazr so'zni disi andan bo'lamdi, adimisin bo'lamdi demasdan.
وأما ما اختلفوا في لزومه من جهة الأشياء المنظور بها فإن فيه من المسائل الأصول اثنتين. معنى جهة قلدغا إش مثلا نذردا مندا قلمان da nazar qilgan bo'lsa shu ishlar qarasak bu yerda asosiy masalalardan qoida xarakterli masalalardan ikkisi bor edi. Al-ula ixtalafu fi man nadara ma'siyatan. Bir gunohni qilaman deb nazar qilgan bo'lsa, buning hukmi ixtiloflashib qoldi. فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء ليس يلزمه في ذلك شيء. Bu bo'ldi hech qanday qilmish bo'ldi debdi. Gunohni qilmaydi albatta. Ya'ni shu gunohni qilmaslik kerak degan ittifoqdan, ittifoq doirasida bir deyitish kerak aslida. Yani bir günahını kılma falan utturduma ben nezir kıldım bana diyen bolsa bunu öttemezler bir günahdan müşkül turdu. Emmeyla bunu itibak. Bu günah kılması olaysan sen kılmaysa deydi. Yani kılmagan diken nezir kılıp o sözün tumgallıktan bir narsa kılışın gerek mi onun karta ya hiç kılmamsa diyen ihtilaf var. Ma cumhurla hiç kılmaydı bu kettir. وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون بل هو لازم. Ya da nezir bul diye. Lekin bu deganlar chuqur ma'siyani qilganlik emas, ma'siyani qilmaysan. Lekin ma'siyani qilmagan ekan, nazarni tutmagan ekansan, endi bir ish bormi ya dedi. Shu binas bormi yo'qmi desa, binas bor. Ammo jumhurlar hech nima bo'lish katta, og'zidan chiqqan yel debdi. Bu Sufyan Savri shu. Sufyan Savri. Yani Sufyan da mujarrad kasa at-Savri. Amma Sufyan ibn Uyaynani ibn Uyayna deb qo'ydi. Ya ikkisiga bor Sufyanayn deb qo'ydi. İmam Ahmad bu meselede iki rivayet var. Bir rivayette Ebu Hanife'den, bir rivayette Cumhur'dan. İshak ibn Rahvay mı şu İmam Ahmad'dan müşemmede Ebu Hanife'den bilirmişsin. Ebu Hanife'den biri Cumhur'la kıyıp Ya bilmez. Keskin hata. Tahkikte Şafii'den billah kesip koyuptu deydi. Bu keskin hata. Yani İmam Ahmad demişsin şu köpüncü meselede İmam Ahmad demeydi o. Belki deydi. Köpüncü meselede İmam Ahmad'ın ismi az çıkıdı demek için kitap. Demişsin bu kitapta aslında alimlerin karşısında nakl kılışta İmam İbn Abdülbar'ın istikrar degan kitapga tayangan. İmam İbn Abdülbar köpüncü ahval İmam Ahmad'ın rayini ekenmeydi. Ma kitapta İmam Ahmad'ın ekagan ahvallar Ma İbn Rushd başka yerden kuchab tirishalik ko'rsatib ekagan ahval. Ama o kitapta demay ya İmam Ahmad'ni faqih deb qaramaydi qolibdi. İmamdaki fuqaha amsal da'atçılar ahli hadis bu deb bunda qaraydilar. Ya ki İmam Ahmad'ın kitaplarından faydalanadigan bir imkoniyati yo'q balki shu kitobni yozgan bo'lsa, uni ekanmagan bo'lishi mumkin. Chunki u Andalusda tug'ilgan ekan, Andalusda İmam Ahmadning majlisida jiroq mumkin. Demak bu yerda Ishaq ibn Rahvay İmam Ahmad bir rivoyatda mushu İmam Abu Hanifa bilan billah Sufyan Savri bular. Bular bu yer bir narsa bor debdi, bir narsa lozim bo'ldi dedi. Va lozim andaman, lozim nima bu lozim bo'lgan narsa esa huwa kaffaratu yaminin la fi'lil ma'siya. Demak bu gunohni qilish lozim degan gap yo'q. Lekin bu yerda bir nazr qilib ado qilmagan ekan, bir qasamni tutmagandek qasam kaffarat qildi. Yani Mushqarash Abdullah ibn Mas'ud, Jabir radhiyallohu anhu, Samura ibn Jundab radhiyallohu anhu mushulardan rivoyat qilingan. İbn Abbas'ın rivayet qilingan. Ular qarta xilaf kelgan sahabi yo'q. La muxolifalar. Demak, shu Tövbe sahabida rivayet qilingan qarash. Hozir İmam Ahmadning nima uchun bir rivoyatda İmam Abu Hanifani qashib o'tib oldi? Sahabidan kelgan var. Endi sababu ixtilafihim ta'arud dawahir al-athar fi hada al-bab. Athar müşahede hadisler demekçi mektubunun ıslah. Hadislerinin zahiri birbiri zıt görünüp kaldı. Ve derken ruya fi hadal bab hadithani ahaduhuma hadis Aişe an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qala men nadara en yuti'a Allaha felyuti'hu ve men nadara en ya'sillaha fela ya'sihi degan. Fadar hada ennehu la yazun nadr bil isyan. Bundan görünüp durduğun nima desa, asilik bilan qilgan nazr olmaydi degan mazmun chiqib qoladi debdi. Lekin unda chiqib qolmaydimi? Qimma deganlik chiqdi, lekin nazr bilamdi, bo'lmamsa bo'ldi. Va men nadara degan so'zdan chiqadi. Nazr qilsadi. Nazrdan otadimi, otadimi? Atada. Yada ma'siyatni qilmaslik kerak degan gap chiqdi bu hadis. Unda ittifoqqa mahall ittifoq. Wal hadith ath-thani hadith Imran ibn Husayn radhiyallohu anhuma wa hadith Abi Hurairah radhiyallohu anhu. Athabitu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahih isbotlangan edi. Sabit degan maktabning istilohida sahihda ya ikkisining birida kelgan bo'lsa sabit deydi. Endi sahih hadisni. Lekin bu hadis hozir mishal bir xatolik bor ekan. Abu Hurayradan bu hadis rivoyat qilinmagan. Bu İmam ibn Abdulbarning istizkarda olgan so'z bu. İmam ibn Abdulbar istizkarda olmashlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Aisha rivoyat qilingan. Imron ibn Husayn bilan Aisha ikkalandir rivoyat qilingan. Lekin bu hadis sabit emas, ya sabit debdi.
Hadisda bir-biriga kirishib ketib, qo'shilib ketib qolgan gap. Musannifda xatolig'isida. Ay musannif xatolik, unda Imom Ibn Bardimi xatolik. Imom Ibn Bard xatolashib ketgan ekan, mana shunda olgan ekan, bu agishib xato desida. Demak, bu hadis Abu Hurayra rivoyat qilmagan. Bu bir. İkincisi Abu Hurayraning o'rnida Aisha rivoyat qilgan. Uchinchisi sabit degani bu hadis sabit emas. Sabit Ya sabit emas. Hadis sabit emas. Yani Buxoriy Muslim qarasizlar, yo'q bu. Yok, sahih hadisimiz sabit olmadı. Mesela bir yer var mı takdir koyuyorsa? Evet. Sahih Ravah Nesai ve Ahmed ve Tabrani. Ya şu. Ma kitapning istilahida şu İmam İbn Rushd kitabning 5'inde qo'ygan. Sabit desem sahih Buxoriy Muslim bunda. Ha, hadisni sabit deb qalsam, Buxoriyda ya Muslimda ya har ikkilisida. Ikkidan chiqatmagan ahvolda deyma deydi. Lozim sabit desam tushmaydi mana. Annaga sahih deb qalsam da bu mu tushib ketmaydi. Chunki bu hadis sahih emas. Sahihga var takdir. Sahih emas. من حديث عمران بن حسين وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الحديث الألباني في صحيح النسائي. Tamam. Albani sahih debdi. Buni mesela İmam Tahaviy sahih degan. Lekin ko'pchilik olimlar ojiz deb turibdi. Ko'pchilik olimlar ojiz deb turibdi. Hatto Imom Navoiy daifun bittifaqul muhaddisin deb turibdi. Imom Tahaviyning sahih deganligini xabarsiz qolgan bo'lishi mumkin. Lekin endi bu to'g'risi nima? Albani sahih degandek bunda sahih emas. Bu nurg'un sharoitlar bir necha xil yo'l bilan kelgan, taaddud turuq bo'lgan ekan, bu hasan darajasiga. Imom Navoiy degandek daif bittifaq muhaddisin emas. Va hada huwa at-tahqiq fi hada al-maqam. Bu hadis qatigan la nadra fi ma'siyatillahi wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Yani daif deganlar var. Sahih deb chiqargan masalan Imom Tahaviy Abu Ali ibn Sakan bo'lib sahih degan. Makin Albani sahih deb turibdi. Sahih degandan şeyden chiqdimi? Qolgan hammasi daif deb turibdi. Chunki buni rivoyat qiluvchisi falan axun Batda Sulaymon degan kishi bu ojizdi, uni ojiz degan. Hozir chiqdi buning tafsiloti. Aisha rivoyat qildi, Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu rivoyat qildi, Abu Hurayra rivoyat qilmadi. Wa hada nassun fi ma'na al-luzum wa kaffaratuhu kaffaratu yamin degan nas inib keskin hozir kaffara qildiganligini belgilashda inib so'zmadi. Faman jama'a baynahuma fi hada qala. Demak, hadislar, burun hadislar ikkisini birlashtirib tushunganlar, ikkisidan amal qilib deganlar. Al-hadis al-awwal tadammana al-i'lama bi anna al-ma'siyah la talzam. Mana birinchi hadis ma'siyat ishni qilish kerak emas deganni bildirdi. Shuni uqtirib qo'ydi deydi. Va hada thani tadamman luzumul kaffara. Yani günahını qilmaysan dedi birinchi hadis. Ikkinchisi günahını qilmasang unda kaffara tursan dedi. Unda ikkisi muvofiq keldi deydi. فمن رجح ظاهر حديث عائشة إذ لم يصح عنده حديث عمران وأبي هريرة قال ليس يلزم في المعصية شيء. حديث عائشة من آش başka dinlemekçe. ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي diyenler. Hem de bu hadisine tercih kılıp Emran ve Ebu Hureyre vakıgan hadis sahih emas aciz deb qaragan bo'lsa, bu chaqda bu gunoh ish qilishni nazar qilsa hech gap bo'lmaydi, kaffarat qilmay hech nima bo'lmaydi dedi. Hani bundan keyin boshqa mushunda tushunishga sabab bo'lgan boshqa bir hadislar bor. Masalan, buning ichida la nadra illa fi mabtughiya bihi wajhalloh. Alloh taolaning roziligi ko'zlangan narsa bilan unda nazar bor ekan, bu gunoh ishtigin, ya'ni bu nazar bo'lmaydi demakchi. Mabir. Yani bize la vefa li nadrin fi ma'siye ve la fima la yemlikuhu ibn Adam diye. Bu Sahih Müslim. Nişada ma la vefa dedi. Yani vefa qilish yo'q dedi. Bu mu dil bulanmaydi ekan. Bu günah qilmadi. Lekin ilgari hadis sağımdı. Bu nazir bo'lmaydi degani sal jalla chiqdi. Chunki endi boshqa bir odamni o'ttirman desa, u o'tirish haqi emas. Uning bu qo'y emas bu. Undan o nazir tegib nazir bo'lmaydi deydi. Andın alaka Resulullah'ın tügisine menip keşif kelgan vaqo müşriklar tutib olsa. Men Medine salom aytib barsam müşrikni bo'g'izlayman deb nazar qildi-ku. Keyin chaqda Rasululloh tugi bilan bu sizning tugingiz bo'lmagandan tugilmayanga qarayotganda inson shu qo'lda igdashlik bor narsa qatan nazar qiladi. Xalqning tugisini o'tirma, bir qo't qo'yib birma deb bunda nazar qilish yo'q degandan keyin bu ayollar da kaffaratni buyurmadi dedi. Kaffarat buyurmadi degan İmam Şafii'ning qoidasi bo'yicha tarkil istisol fi maqam al-ihtimal yufidul bayan degan bir qoidasi bor. Ya'ni kaffarat vojib bo'lgan bo'lsa shar bayon qilibdi. Bu yer hech qanday gap bo'lmagan ekan, har qanday olib kelmaydi degan ma'ni chiqdi deb va jumhurning dalillari ham bu.
3-4 hadisga bundan nima tayandı. Amma Abu Hanifa'nın tarafidagi olimning qarshi bunun texnik kuchli. Albatta. Chunki Imom Abu Hanifa'nın delillari adımyada mana bizden chiqib turdi. ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين الجمع أولى من الترجيح degan qoida bor shunami? Yani ikki hadis sal bir-biriga tushmaydigan nuqtalar dastlabki bizni cho'rayotgan bizga bo'lgan ma'noda shu. Ikkisini muvofiqlashtirib bo'lsam, muvofiqlashtirmaymiz. Agar bu yerda ikkinchi hadisni sahih desa, aql qilishga bo'ldi. Sahih demasak, biz bu hadis masalan sabit bo'lmagan yoki shu hozir sayyidisin bor. Sayyidisin bor chiqdi. Ana yuqoridagi sayyidisin chiqdi. Ikki sayyidis bor deylar. Sayyidis barcha biz qanday qilamiz? Jamla muvofiqimiz. Masalan hadis fala ya'si dedi. Gunohni qilmaysa, uni isbot qilmaylar shunda deymiz. Endi kafarat yemin qildi degan hemshat so'ranga, "Ma gunohni qilmaysan" debdi. Qilmagan ekan, nazar turmagan bo'ldim, endi kafarat qildi debdi. Ikkisi hech qanday ziddamas. Ikkisi tan amal qilamiz. Ikkisi tan amal qilishgan yuqori darajalik taqodirlikimiz bor. Baqa bir hadisni uchun cho'rayotsan, sayyidis. Hadisni sayyimas. So'zlar. Sayyid emas, sayyid emas dillah. Tahavi sayyid debdi. Abu Ali ibn Sakan sayyid debdi. Hadir Masamona Albani sayyid debdi. Sayyid turasini yo'q sayyid emasdan u sayyid edi bunda. İbadet degan gapda sayyid emas deb. Shu ko'pchilik olim sayyid emas dedi. Lekin sayyid deb turganlar bor. Lekin to'g'ri senda biz degandek hasan darajali. Başka turukları var, canlı holatda bu unda yalg'on yoki bak aciz nimasi chiqqanmay hasan darajaga chiqdi bu. Mana qala Abu Umar ibn Abdul Bar, Imam ibn Abdul Bar sahibi al-Istizkara va Tamhid 18 mujallad kitoblar bu. Muvatta'nın sharhlari. Mushu Ibn Rushd ash kitobda oladi. Mushgamni ash kitobda oladi. Ash istizkar qarsanglar mushga musfat. ضعف أهل الحديث حديث عمران وأبي هريرة. من أهل الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأبو هريرة حديث عائشة قرر يعني عائشة نقول أبو هريرة خطأ. حديث عمران ولا حديث عائشة قلت حديث عائشة مثلا ما كينك عمران رواية حديثنا عائشة رواية demek muş keylen rivayet kıygan muş kin kedisine acizde qardı. Qalu li anna hadith Abi Hurayra tadur ala Süleyman ibn Arqam ve huwa matrukul hadis. Abu Hurayra'nın belki bu Ayşe'nin mi? Hadis Abu Hurayra degan Ayşe'nin. Ayşe'nin hadisinin içinde raviyeti Süleyman ibn Arqam degan bir kişi var. Bu kişi munkarul hadisga. Undan keyin bu hadis aciz oldu dedi. Tamam, bo'ldi ketdi. Buni ma'qul yo'q mesela, ha? Hadis sahiy deganlar ma'qul deymiz endi. Chunki raviy doib bo'lgan ekan. Lekin bundan boshqa yo'lda rivoyat qilinmagan bo'lsa, Imron ibn Husayn rivoyat qilgan, balki ma yo'l to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki bir hadisninki bir yo'ldan kelishi sanada aciz ya bunda bo'lib qolsa, u boshqa yo'ldan sahiy kelishini cheklanmaydi. Undan zid gap qilmaydi. Chunki bir yo'ldan aciz, bir yo'ldan sahiy bo'ldi hadisga. Mesela İmran ibn Husayn rivoyat qilgan qavmsi debdi mana. Desa, bu hadis İmran ibn Husayn tadur ala Zuhayr ibn Muhammad an abihi ve abuhu mechhul lam yarwi anhu ghayru ibnuhu deydi. Bu yerda o'sha olimlar o'sha nimani xato deb qo'ygan gapkan. Ma adamning ismi-chi Muhammad ibn Zubayr ekan bu. Hadis kitoblariga qarasanglar, Muhammad ibn Zubayr degan kishi rivoyat qilgan Imran ibn Husayndan. Ayrıca Abu Davud Tirmizi rivayet kıldı diyen yani şunu aslanlar kitaplardan, Sunan kitaplardan. Şu Imran ibn Husayn'ın ismini aldı da şu Muhammed ibn Zübeyir de çıktı. Züheyr o da çıkmaydı. Yani bu hatalı. Tasahih olmuş mümkün Zübeyir ibn Züheyr de biz bağlanmış. Ve Züheyr'in aydan indahu menakir. Bu mu anda münker hadisini rivayet kılgan demek için. Anda rivayet hadisler var. Yani bu aciz demek ki ya. Hem de bana meyada bombadan bir çıktı. ولكنه خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر. Bunun anındayız hem de. Uqba ibn Amir müşahidiste dedi sevgisi hoşmaydı hem de. Bunu İmam Müslim Said rivayet kılıyor. Bu adam daif bu yapamasa yo'qolib ketdi. Bu hadis qaysi keffaratun nedir? Keffarat emin degani. Bu aniq. Bu so'zdan boshqa aniq bir so'z bo'lmaydi. Masalan, mushtahidni bir taraf qo'yish uchun Rasululloh kelsa qisqa iboralar dil joyida aniq bir ifodalaydi. Kaffaratun nedir? Keffarat emin deydi. Ondan boshqa so'z qilmaydi. Endi qarshi tarafdagilar bu nazr tigidin nazr bo'lmagan desa, bu chava belkimda deyiladi. Lekin nazr bo'lib qolsa, uni kaffarat emin bo'lganligini nasr qiladi.
Nedir degan taqdirda ma'siyat qilganlar. Dağların musannif degan Zuhayr degan yo'q bo'ldimi? Muhammad ibn Zubayr istasin. Muhammad ibn Zubayr. Manada ala Zuhayr ibn Muhammad an abihi Zuhayr ibn Muhammad. Ya şu dadisdan rivoyat qilgan dedi. Muhammad ibn Zubayr mi? Keyin dadisdan rivoyat qilishi mumkin. Ha. Muhammad ibn Zubayr an abihi şu Zubayrga Hanzali yaşı. Muhammad ibn Zubayr al-Hanzali yaşı. Demek bu ismini xato yozib qo'ydim. Ana bu Uqbat ibn Amr radhiyallohu anhudan kelgan bu hadis Sahih Muslimda bor. Kafaratun nadi kafarat yamin. Hem yani alimlar Hanbali mezheptekiler, Hanefi mezheptekiler delil keltirgan buna. Bir yer iki cihetten delil vardır maalesef. Biri umumluk. Kafaratun nedir dedi ama. Nedir fi ta'a, nedir fi masiyet demedi. Nedir mi şey mi? Yufidul umum. Nezirlan bolduken bunun kafaratı mı var? Yani şu nezir kıraşını kılmasan kafarat verse dengen. Bu bir umumluk. Yani masiyet bilen nezir kılışımız ilişki alıdı. İkincisi bu kasemge okşap kaldı. Bu nezir mi? Mesela ma günahını kılmaz adigine. Vallahi bunda kılın deyince yıkılışıp kaldı dedikler, biz tukan dedik biz. Nezir bilen ma yeminle. Okşap kalırken yeminden mi kildi? Kafarat kildi. Bunda nezirin kafarat kildi. Yani bu kıyasen mater okşaydı. Yani madisini mi? Ayında düşünmez demek. Lekin ma'noni qanday qo'yapti? Ma kafaratun nadri kafarat yamin va laysa fihi ta'arrud lin nadri bil ma'siyati va la. Şu ta'arrud bo'lmagan ekan, fahmi shuda degan gap bosh. Umumlikni bildirdi degan gap. Endi qarshi taraflar buni har xil bunda bu ham bilan tartib qo'ydi. Kafaratni isbotlash yo'q deb. Kafarat yamin aniq desam qanday kafaratni isbotlash yo'q. Kafaratning gapi yo'q o'sitdi. Kafaratning gapi yo'q desa ekan. Bu kafarat yamin qasadning kafarat kildi darsanda. O bir yerde yoktan varsa degan edi. Chiqdi, maktabdan oxiri chiqdi. Sahih Muslimni ko'chilarmi? Sahih Muslimning qizi shuni ekandim. Maktabdan oxiri chiqdi ekan. Ha, program bo'lgan ekan, shundan izsam, yachi chiqdi, qulay topdim. Vaqad jarat adatul malikiyya an yahtajju li malikin fi hadhihi al-mas'ala. Endi Maliki mazhabdagilar Imom Malikning qarashiga bo'la manda dalil keltirishga odatlandim. Umumlar kitoblarda Hanafi mazhabining başında ma'lum bir masalada davomli dalil keltirgan dalildir var. Bunda bir odat tulab qoldi dedim. Adatan bu shu dalilni ko'rsatdi dedim. Dimaru anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ra'a rajulan qa'iman fi shams faqala ma balu hada qalu nadara alla yatakallama wa la yastadilla wa la yajlisa wa yasuma faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muruhu falyatakallam wal yajlis wal yutimma siyamahu debdi. Ya bu kishi hamda saydim o'tdamayma, gap so'z qilmayma, domliq o'rtirma, dom g'urustman deb anda bir qisam bu Abu Isroilda, Sahih Buxoriyda bor. Abu Isroilda. Mush kishining ismi, yani kunyati. Anna rajulan degani shada Abu Isroil. Rasulullohning sahabasi bu. Yani hechki bilan mangan bular. Yo'ldagi gap bor ham bu. Davon ekan bunda qilishaq o'tirib amashni qilvason dedi. Endi bu hadisdan hozir qanday shakl dalilni qilmoqchi? İmam Malik'te bir kafaret bahsinde buyurdu mu bu da? Buyurmadı. Bu mucallak oldu ama ahvalde kafaret belginde buyurmadı dedi. Buyurmadı dedim da kafaret kılışı yok. Yani masiyet yani kamlaşmadan bir işine nımkıgan diyken bir kavalık etti kafaret kılışı yok dedi. Bu an İmam Malik'ninki delil keltiriş usulü. Hadisning ro'yi qaraganda hatta shu yerdan qila oladigan ish nima Rasululloh? Qilmaslikqa buyurib, uni yana nazar qilishga buyurmadi. Yani şu günah demek için. Vecillik istediler, bu bir xil günahdak işler oldu. Günahdak işler olan ekan, yani insanın özünü qışnaştı ibaret. Yani insanın özünü qışnaydigan, aşında özünü halakatga apirgan bir ishni qilgan ekan, bu xuddi günah o'xshash shunday bo'lgan ekan, buni kafarat buyurmadi, shuni kafarat kelmaydi o mandal. İmam Malik Muvatta'da rivoyat qiladi. Yani hozir dalilni o'tirib qo'ydi. Qarab baqaylar. İmam Abu Hanifa'ning qarashidagi olimlardan bir grup alimlar var. Bunların hazır mühim bo'lgani, bunu seyretlikte endi. Ondan hadisni jamlab amal qilamiz dedi. Sahih Muslim'dagi hadisni yoki ixtiloflashib qolgan hadisni tashlatmaymiz, amal qilamiz. Eng mühim nokta sahabildan Abdullah ibn Mas'ud, Jabir, Samura, belki İbn Abbas radhiyallohu anhu shuldan kaffara yemin kildi degan qarash rivoyat qilingan. To'g'ri zaten. Ama ular qarta ya kafar kimmaydi, hech kim bo'lmaydi deydigan sahabning unda bir kimmidi. Daha sonra İmam Ahmed Müşen Batıratı bir qarashda sahabning kelgan bo'g'achqa.
İmam Ahmed'in usulda sahabının kelgen bolsa, muhalif bolmasa sahabının aldı. Sahabı güçlü qaraş kelgen bolsa, güçlü qaraş tan aldığa qılın var. İmam Ebu Hanife "A'khudhu bi qawli man shi'tu minhum ve ada'u qawli man shi'tu." Ama yani sahabının sözünden çıkartmayman ekan. Ben sahabıma tarafta, iki sahabıma tarafta okuyan halıqını alıma. Xas haqiqat alayma. Halıqını alıma. Dereceat dünya gözüm xatircam bolğanını alıma. Lekin onu sözden çıkartmayman. Onun tabiinliği kep qasıyor. Bizim o'xshash edi. Navoiyga ma sahabının nimasi bolğan ekan va İmam Ebu Hanife'nin qarshi ig'ir osilgan gap. Bu sahabalarning kalisidan demdi buni. Ma masala. Qawli sahabi hujja va bu usul kitablar. Al-asah annaha laysa bi hujja deydi usuldagi olimlar. Demek mush qarashda İmam Ebu Hanife'ninki qarashi sal kuchli. Qalu فأمره أن يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية. Demek İmam Malik kapparet buyurmadı o hadiste. Daha kappare kelmaydi dedi. Ama Maliki mezhepteki alimler istidlalını manda davamlaştırdı dedi. Demek mush hadiste Rasulullah Abu İsrailni ta'ni qilgan ma'siyatni qilma deb to'xtab qoldi. Va laysa bizahir anna tarkil kalam ma'siya. Am biyada qarab baqsaq gap qilmayman deyishning o'zi bu gunoh emas edi. Balki mana Ibn Rushdning nimasi bo'lishi mumkin. Maliki mazhabining istidloli qarta Ibn Rushdning istidlolini tahlil qilyotadi. Buni so'zda tushunamiz bizning maslimizga. Hali ma'siyatga nazar qilib, ondan buni qilmagandan keyin kapar kiramdi degan gapda. Hozir mushu hadisdagi narsalar, Abu Isroilning nazarisi ma'siyatga qarta qilgan nazarmi emasmi demoqchi. Yani qarab baqsaq, olaysa bizahir anna tarkal kalam ma'siyat. So'z qilmayman deganlik bir gunoh emas edi. Vaqat akhbarallohu annahu nadru Maryam. Maryam alayhisalom inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya degan. Nazrda so'z tutishim bor. Sawmni va imsak deb imsak anil kalam deb qaraydigan. Lekin shu Maryam alayhisalomning zamonidagi nimada o'zgalar ro'z tutish bo'lsa, uning qatar gap so'z qilmayman debdi. Endi bizning nimamizda mesela gap so'z qilmay ro'z deb qolgan taqdirda bizning shariatimiz mansuxdir degan tilashdi. Va kadalik ushbu yakunal qiyamu fi shams laysa bi ma'siya. Abtobda qaqnib bilan unda turman degan so'zmi gunoh bo'lmasligi mumkin deydi. Abtob paydo qildi. Unda turman deyish mumkin deydi. Ehtimollar. İlla ma ta'allaqu bidalika min jihati ta'abun nafs. Faqat lam adam o'zini qiynab, azoblaydigan, charchitadigan shilab qolsa bu gunoh. Bakar belki ağırıp qolishi mumkin. Fein qila fi ma'siyatun fabil qiyas la bin nas. Endi buni gunoh deb qarsak mush narsada gunoh qilish ba'zida bunda qiyosiyatdan gunoh olib chiqadi bu. Ammo u aniq bu gunoh degan chiqmaydi. Fal asl fi annahu min al mubahat. Chunki abtab turish gapsiz qilmay turish degandek o'tdan davomli o'rtirdigan bunda ishlar ba'zilar bunda tikma uqsamayman deb faqat uqsamaydigan masala. Endi bir odatga u mubahat debdi. Mava Ibn Rushdninki Maliki mazhabidagi İmam Malikning mazhabini akagini qartasa bir xil raddiyat ekan. Ba'zis bu maslik munosabati. Chunki bu ma'siyatga kelgan nazar emas. Degan hamma to'plab akasa bir xil gunohdek nas bo'ldi. Chunki ham bu oxirida pokka tushdi, o'ldi. Delilga deb qolgan İmam Malik delil qildi. Yani İmam Malik delil deb qarabdi zaten. Delil digil bo'ldi. İmam Malik rahimahullohga daha bir o'zining mazhabini kuchlantirib Ibn Rushd tahbak delil deb ma'sharilga deb qoldi. Yo'q. Qadasira mesela İmam Malik rahimahulloh bu ma'siyat bo'lmagan narsani nazar qilib olgan holatda turib, buni tark etishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgan yerda albatta ma'siyatni tark etsa. Mesela tark qilish masalasi emas. Tark qilish masalasi ittifoq. Arkadaşlar yok. Masiyat olsa hammalar zaten tark qilish kerak deydi. Hali masala kapparatda. İmam Ibn Rushd mana "Va laysa biz-zahir" degan so'zdilla unda gunohda kirgizilmaydi mana. Degandilar bu İmam Malikning sizlar qilishi bak tushib ketmaydi mana g'oyat. İmam Ibn Rushdning qat'iy ta'ssubi yo'q. O'shgan davrda. Shayxning ismiga yozaq. Sadece kuchli emas, mana demakchi. Maktabning alohidagi mushu mana. Ibn Rushd mujtahid olimlar qada. Lekin Maliki mazhabning fuqahalaridan da. Ko'pincha mazhabda mazhab tuturdi. Yani ba'zi qarashlar mazhabdan chiqib deb qaraganni tanlaydi. Al-mas'alatu thaniya واختلفوا في من حرم على نفسه شيئا من المباحات.
Yani mubah narsadan bir narsani o'ziga harom qilib oldi. Buni yemayman, buni ichmayman, bunda qilmayman deb. Faqala Malikun. Yani bu mubahdan birini qilmayman degan gapning nazr bilan munosabati. Masalan, tavuz yemayman debdi. Chunki bu yerda aloqasi nima? İltizam min g'ayri ilzam. Shu mubah degan narsa ilzam yo'q unda. Hozir qilqinma u kang tashab qo'yilgan narsa. İnsanning ustiga majbur cho'qinmani qilishing kerak mana degan gap yo'q. Endi bu o'zgaradi. Ashuni iltizam qilib oldi. Mushtaratdan bu nazrga chetishlik qildi menga. Mubah qism bo'lgan qilsin bo'lgan narsa. Faqala Malik la yalzam ma'ada az-zawja. Ayoldan boshqa narsani masalan yaqinlashmayman, qilmayman degan bo'lsa, hech gap bo'lmaydi. Ayolni bo'ldi yaqin kelmayman, bilyapmayman degan bo'lsa, bu chog'da nazr bo'ldi. Ilahga yaqinlashib qolish mumkin. Ilah. Lekin ya nazr bo'ldi deydi. Ya'ni nazrim shada bo'ldi. Rasulullohning sahobalaridan va Rasulullohning amal ibodatlariga qarab, o'zining amal ibodatlarini ozkirab, haliqa şeylarni o'qidiga, vallahi la atazawwaj dedi bizsa vallahi la anamul layl aqumuha dedi. Yani bizsa la uftir abadan dedi mesela. Shunga o'xshab qoldi dedim. Bu endi ayolga yaqin kelmaydi ekan. Shu xuddanda ayolga mubashda. Buni qilmayman deb. Va qala ahlud zohir laysa fi zalika shay'un. Ahlud zohir mana hech gap yo'q unda. Mubashni qilmayman debdi. O'zda shay debdi. Nazr ado qilish vojib bo'lgan bir narsamizga kafarani kelmaydi demak. Va qala Abu Hanifa fi zalika kafarat yamin. Hasan kafar qildi buni ular. Bunun tayangan deliller var. İmam Ahmed ve Abu Hanife'den billah bununla. Delil güçlü olduğundaki İmam Ahmed Gatçı'da Abu Hanife karşısına ağam. Ve sebep ihtilafi muaradati mefhumun nazari li zahiri kavli ta'ala. Hazır mefhumun nazari yani akli delil demekçi. Akli delil hazır muş ayetinin ki zahiri rizkep kaldı deydi. Ya eyyühen nebiyyü lima tuharrimu ma ahallallahu lek tebtagi mardata ezvacik vallahu gafurur rahim. Kad faradallahu lekum tahillata eymanikum. Demek mesela bir yemin dedim şuna hazır. Ayet yemin dedim mi demedim mi? Dedi. Ve derken enen nazar leyse huve i'tikad khilaf hükmü şer'i. Niçin? Yani ihtilaf akli delilinin ayetinin zahirine zikrep kaldığı nereden dese bunun bayanı bunda. Nedir degan bu hükmü şer'i mandamesti mandate deb tartib tushunib qilish emas dedim. Yani من تحريم محلل أو تحليل محرم. تحريم حلال desek yani şeriat halal kılgan narsa haram kılıyorlar, haram kılgan narsa halal kılış manda bir iş emas dedi. Yani bunda etikat kılış emas nedir diyen. Bu iltizam bu için ama وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع. Çünkü bu bir narsa halal kılış, haram kılış diyen kimnin hakkı? Allah'ın hakkı. Allah ve Resulünün hakkı bu. Yani Resulullah'ın Allah'ın yetkizdi o. فَوَجَبَ اَنْ يَكُونَ لِمَكَانَ هَذَا الْمَفْهُومِ Bunda oğanıken, bu şu hukumga binaen demekçi, لِمَكَانَ هَذَا الْمَفْهُومِ Bunda bir hukum oğanıken, bunu da binaen demiş gerek, اَنَّ مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِ شَيْئًا أَبَاحَ اللّٰهُ لَهُ بِالشَّرْءِ أَنَّهُ لَا يَزَمُ Allah Teala şeriat boyunca onu mubah deb belgilep etken narsa olsa, bunu özgü haram kılıp alsa birse, bu eşten bulmaydı dedi. Çünkü haram kılışın hakkın var son. Sen kılaylıkan bir jölüp bakkandak, özlerinin xuddamda, özlerinin hakkı olmayan bir sözünü de kıp bakkandak bir gel. Buna yaşamasın. Şu ayetten Allah'a kıygan lazım şu özümüzü aramış. Ya eyyühen nebiyyü lima tuharrimu ma ahallallahu lek, tebtagi mardata ezvacik. Kema la yelzemu in nazara tahlili şeyin harramahu şer'a. Mesela şeriat haram kılgan lazım halal kılma. Mesela zina, arak içtiğindeki narsalar hemmine bana halal bununki bunda kılma deb nazar qilsa-mı, bu çağda qilmaslik kerak. Tamamı? La yelzem degandin qilmaslik kerak degan gap. Ammo hech qanday gap kelmaydi degan nima chiqmaydi mana. Wa da'ir qawli ta'ala qad faradallahu lakum tahillata aymanikum degan mushahidning zahiri qarsa atharal atabi ala tahrim. Athar degan ba'da demakchi. Haram qilib olganlikqa qaygandan keyin orqadan ma'lum dedigo qad faradallahu lakum tahillata aymanikum degan so'zni qildi. Bu yujibu an takuna al-kaffarat tahillu hada al-aqd. Mushahidning tartibi kaffarat ashi qilgan so'zni bekor qilganligini ko'rsatadi deydi. Ya'ni sizlar qilgan qasamlaringlarni cho'purda yeyishib uni bekor bir ishni farz qildi dedi Alloh. Hatta sözümü nahar kuşlagan. Kad faradallahu. Farad diyen söz adı nahar enik kuşluk gibi. Suratun enzelnaha ve faradnaha. İntan kuşluk.
Demek muşuna farz kılıp deydi. Ve idâ kâne dâlike eğer bunda bulgan bolsa feva gayru lazım. Feva gayru lazım degan buldu şada. Akli delilinin nimesi bilen artık gayru lazım buldu bu. Ama çünkü Allah haram kılgan narsa haram kılacak mı yok? Bunda degan işin bulmaydı demekçi. Ama ikinci karışık asasen bu lazım buluş gerek. Kapparet bir şey lazım işedi. Haramını kılman da durur. Ya ki halal nas kılmayman da durur. O çağda bir kapparet kılıdı deydi. والفرقة الأولى تأولت التحريم المذكور في الآية أنه كان العقد بيمين. عند birinci karışıkla ma hakikaten dema. İkinci karışıkla delil gösterdiğim ayarını. Bu ninde biçende ise bu kasem bilen boğaçka şondan bunda kapparet yemin kelgen bir ada depti. Yani Resulullah kasem kılıp diyen bu ne demekçi? وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي نَزَلَ فِي يَدْلَيْ. Anda ayet nazil olan meselede ihtilaf kıldı değil. وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل. Bukhari'den bab. Bukhari'da Müslim'de işkiziste Zeynep binti Cahş'ın kıstayasal işkendiken anda ayalının huzurunda bu anki Zeynep binti Cahş'ın öğüsürüp kalsa ya da uzrak turop, başını turop, ondaki bunda çıkıp Esselamu Aleyküm kandarak tutduğunuz da bunda Bukhari'deki bu uyda uzrak turop tutu bunu birden okullar yendiken asal işlerini okumandan zaharsızlığa işmeke işkeyle Resulullah Qasım'ın kışçıysa tildimda bir pırak kilovatı mandarak bir pırak kilovatı bir nas bir aylığa degandek Resulullah bu xush pırak nega intayin kon bildi. Eter, pakizlik, davamlılık aşkı xush pırak turuşqa intayin. Ses pırak munda intayin nefret unutdi. Fakat davamlı misal işildi. Şu zaman taraqqiy qilgan odatga sahra şu zamanda hozirda eng pakizlardan pakizdan. Hozir imkoniyati eng pakizlardan pakiz. Davamlı misal ishlatgan, uni qilgan, buni qilgan bunda. Atirganni suvatni uqtugan. Janatlar hozirda unda jatirlamas. Janatlarmasan bir oygacha pırak ketmaydi janatlar. Navakin bu muda bir fıratlar yani Resulullah asal işkente hergiz içmeyme, makayt içmeyme diyen. Bukhari len a'uda diyen. Bukhari'nin lafzı len a'uda diyen. Hergiz içmeymem de kayt içip sanmayma. Çünkü bunda buraydıgan bolsa bunu içmeyme. Şoňa samsak yiyen, piyaz yiyen adamlar ham yiyen takdirde mesik çiğmisun dedi. Yani azar istersin. Yani o ekşi ayalının kaçtığında burası bulmaydı. Demek bu kitap Müslüm emas, Bukhari'den bağ. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين. ابن عباس وفيه diyen ضمير ناجا Müslim. Müslim'de var, Bukhari'de var, çıkıştı var. Yani Müslim'de, Bukhari'de mi? İbn Abbas'ın bunda söz rivayet kılıngan. İza harrama ar-racul alayhi imra'atahu fehuve yeminun. Ayalına yakın gelmeyman herkes bundanken. Başının pasa bu kasam buludu, kafaret burası tügeydi o. Demek İbn Abbas'ın azimana kasam kafaret duruş meselesi geldi. Ve qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. İbn Abbas bu qarasında bulab bu ayetni o'qigan. Bukhari'de var. Ya demek şu Resulullah sana uygan var. Şu ayşen Resulullah'a ona kafaret vergen. Ama kafaret tahlata imanikum diyelim şey kafaret farz kıldı zuğa. Davam eken Resulullah ayşe sen demekçi. Resulullah'ın hiç kılan şu. Bu ayette de قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. Müşin diyen ki Resulullah da tahillete ayman kılma kendi vardı mı? Kaparet verir tu asal içi vardı şu. Bukhari'deki aşırı var, tatip etkileşimden kuşaştan neticesinde mi? Şu Resulullah şu kaparet verir ki asal içi vergen demek. Mesela şu. Ma İbn Abbas'ın mı da Resulullah ne kıygan? Sen bu ayağına yakın kemmeymeden mubah alın lazım onda kılmayman diyenken sen kaparet verir Resulullah kıygan der. O mubahşına kılıyorsa onun nazarından bağımsızlığının nimi yemeğe çıkıp kettik varsa Resulullah'ın nefsini düşünmediğini yemeğe buladı. Aşağıdır biz başta dedik o. Bu işin nezirler bir münasibete alakası mı? Nezirler yemin bir şey tuttan dedik. Nezirini yemin de ataş bağıyana. Şeriatta var. Mesela Kur'an'da atıdı yeminde. Aşı vakana sınamayan. Aşı vakana bir Allah Teala eymaniminde atıdı mı atımız mı? Atıdı. Anda hadis tamam. Men başkılma da kasam fiğayal aqas. Maz masum bu ulagın son yeminga kaparet bir rasul diyen hadis var. Onda onken nezirini yeminde ataş bağ. Bu bir tecavüzden. Çünkü bir narsının müstahkemlab zaten bunda kılman da bir kişi ibaret açıkçası. Yok mesela minot şeycimde
Yemin degan çoxum Allohning nomi bilan qasam ichib. Tamam. Allohning nomi bilan qasam ichib falan Shunda. Lekin nazr cho'zsa Alloh uchun qilish. Alloh uchun qilmay, Alloh uchun qilmayman. Tamam. Peki ikkisining ma'nosida qattiq ta'kidlar ashunda bir ching'itishda iborat. Qasamni o'sha qattiq ta'kidlab zoti kuchab zoti mustahkam gap qiladigan chaqda deymiz endi qasamni. Nazrmo ashunda o'zimizga rasmiy yuklab olaman degan chaq deydigan so'z. Endi bu to'g'ri, yemin mandalda qasam mandalda. Endi shariatda bu nazrni munda qasam deb atilgan ahvol bormi yo'qmi? Bor. Alloh taolo atidi mana, Rasululloh atidi. Bizmo shunda deb atsak hech gap bo'lmaydi. Balki kapparatning vojib bo'lishi mana Abu Hanifaning qarashida kapparatning vojib bo'lishi o'xshash. Xuddi bu ham kapparat jihatdan bu yemin ma yemin degan. Chunki buning natijasi bir narsa. Malik tahlilda iymonikum degan ma'noda ya'ni ularni zolim emas, zolim degan qoyil degan qoyil. Hali shu oyatning istidlolini ko'rsatadi. Başta ya ayyuhan nabiy lima tuhrimu ahlallahu lak dedi. Yani bir halal qilgan narsani o'zingga harom qilib olding, qilmayman dedim. Degandan keyin keyingi oyatda qad faradallohu lakum tahlilda oxirida dedimi? Degandan keyin kayishdan keyin andin qad faradallohu lakum tahlilda aymanikum dedi. Kayish harom qilinishdan keyin kelgan, shunami? Başta harom qilib oldi, andin keyin kayish keldi, andin keyin qad faradallohu lakum tahlilda aymanikum degan keldi. Yujib mushunda tartib kelishi yujib an takuna al-kaffaratu tuhillu hadha al-aqd. Kaffara mushu nazrni yoki yeminni bekor qilib o'tadigan bo'lish kerak. Agar idza kana zalika munda qilinish munda bo'lgan bo'lsa fa huwa ghayru lazim deydi. Fa huwa ghayru lazim degan so'zni men taslim qilaman. Demak, bu yerda kaffarat bilish kerak degan gap chiqadi. Agar bunda bo'ldi ekan, shu oyatda shunda degan ekan, kaffarat bilish kerak. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها. يعني نذر qilgandan undan keyin nima qilish kerak bo'lib qoladi, uning natijasida nima kelib chiqadi, nima qilish kelib chiqadi demakchi. Va uning ahkomlari. Ham kaffarat kalamni mando degandek, ha. Wa amma ikhtilafun fi madha yalzamu fi nadr min an-nudur. Nazrlarning har birida demakchi. Bir-birlab akarsak, ma nazrning vojib bo'ldi, ma nazrning qilish kerak bo'ldi degan masalaning ahkomlarida talashtachi bo'lsa, فإن فيه اختلافا كثيرا لكن نشير نحن من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك وهي التي تتعلق بأكثر ذلك بالنطق الشرعي وهي التي تتعلق أكثر هذا بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب. مش كتابda biz chiqqan manhajimiz qandati har bir bobdagi mashhur masalalardan cho'ng masalalardan 7-8 ni tartib chiqib shuni bahs qilib top ondan bahs qilmagan masalalarni shun qarab tushunib olsa deydi. Shu maktabni qoida kitobi deydi. Kitabul Qavoid. Bu bir tarafdan Kitabul Qavoid. Shu bayon qilingan bir qoida masalalar uniga boshqani tushirsa deb baqiladi. Va fi zalika masalatu 5 masala var bunda çoğu meseleden. Birincisi ihtilafu fil vacib fil nadr al mutlaq alladhi laysa yu'ayyinu fihi an-nadiru shay'an siwa an yaqul lillahi alayhi nadr. Hiç bir nas bir ish qilishni belgilamayman. Men bir nazr qilaman, Alloh uchun nazr qilaman debdi. Qo'y bo'zlayman demabdi, yaruz tutman, namoz o'qimayman demabdi. Faqala kathirun min ulama fi dalik kafarat yamin la ghayr. Ko'pincha olimlar bunda bir qasam kafarat dedi. وقال قوم بل فيه كفارة الظهار كفارة غير كفارة. وقال قوم أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين. أم تعت عبادة أم أقل بالناس نمازة روزنا يرم كروز كلهم بركان نمازنا إشكركات أقل شيء. بعد بركات قالهم باند. لكن بركات عادة عندنا نماز بومباي ده ده بنو برثلاث تاس بلكه صلاة ركعتين ده لا ده. وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين خرجه مسلم. أبيهم يعني köpçülük alımlar kaffara kildo diyen kardeşim ana müsteyyidlik asasen kaffara kildo dedi. Nedir diyen sözü dedi ama dedi. Yani o nedir desek işini belgelemedi. Lakin biz belgelep birimiz anladık. O neziri belgileşte o öz belgelediği şimdi qanday ish qilmayapti ishni biz belgilab birimiz. Ama öz belgelenmeydi. Balki ba'zi olimlar qo'yun so'raymiz sen alayya nazar degan chog'da nima maqsad qilgan kallamni qurbonlik qilish va deb so'rab shu bo'yicha qilamiz deyish mumkin.
degan yerda olimlar kafarat yemin debdi. So'zlam anlab, nezdirgan so'z esa bunda kafarat qildi. Chunki ma'rifati kafaratun nadri kafarat yemin. Nazrning kafarat deganki nazrmi, nazr emas, nazr. Ularki kafarat eklan deymiz. وأما من قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فإنما ذهب مذهب من يرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه. بهذا قاعدين ساقطلغان ناسا أشو اسم özgürlüğün narsa أقل bir kısmı değil. أقل من mütte talibadan açıcı namaz var, zakat var, sadaka kurbanlık var. Bunda olan kim şu أقلse ya işkirken namaz okuş, ya bir gün oruç tutuş, ya bir koy bozulaş. Müş nesle. وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر وأما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع وإيش نمجا طور كم من غمر جاب قبل شمان برجبت قياس مش ما يدو يا دليل سماعي دليل يا حديث يا آيات كيس كنا دليل تيان مغان سويت. المسألة الثانية اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله Allah'ın beytine minib barmaya deb nazr qilibdi. Bunda ise nazr şu geldiğinde atıldı deydi. Hesap. Yani iza nadral meşya racilen. Meş diyen piyade meş. Vaxtalafu iza acaza fi ba'd at-tariq. Yani ya ihtilaf olan mesela yerin yolda bulanmay vakt yapsak. Yani bulanmaydı. Tak minib barıştık. Bir aymamdı, iki aymamdı. Faqala qawmun la şey aleyh. Hiç kim bulmaydı debdi bazılar. Ve qala qawmun aleyhi. Onga bir narsa qilish kerak bo'ldi debdi. Nima undan tafsili bayon qilish mumkin. واختلفوا في ماذا عليه يعني عليه ديالله بالناس واجب بلدو ديالله شو نما ديالله اختلاف قال فذهب أهل المدينة إلى أن عليه أن يمشي مرة أخرى من حيث عجز ikinci kadın var şu çağdamda menip kettiğanda ikinci kadın eşyadan tartıp kem qalan manish kerak bo'lganning kem qağını qaytmanish kerak dedi va insha'a rakiba va ajza endi xolisa uloqqa menib ketsin mayli dedi lekin uloqni bu qilgan nazar tumg'anlik uchun nima qildi bir qan qildi bir qurbonlik yoki bir hadiya qo'shib kafarat berdi yoki to'xtab qolgan ishni qaytadi shu yerdan uloqqa minib ketdi lekin bir qan olib hadiyadan bizni olib mangdi va hada mariyun an ali demak ali roziyallohu anhudan kelgan qarashga yanbaqdan mas'ul degan qanday ya qurbonlik nima qilmay yani boshqa bir qatim kelgan yerdan qaytdi qilganda qazosini qilgandagi shu yerda qaytib ketibmi yoki ya masalan shu yerda erib qoldi bu. Erib qolgandan keyin mashina chiqib olsa bo'ldi, keyin bir gap bo'ladi, chiqoldi, chiqib berib, ayni qilib bo'ldi. Keyin ondan bu ikkinchi qatim berib, mashinani baramda o'sha yerga. Ashyaga kelgancha tushib mashinadan, mangmay qolganini to'liqlab bordi deydi. Yani buni qilmish bo'lsa, bunda qilmag'achida qaytilmaydigan ish bo'lsa, hadiyadan bizdan ag'ishib ketadi. Shunga bu nazar qilishda sal belimizning sifatbiroq andan nazar qiladi. Qo'ychiliklar shundan o'tib keyin andan ehtiyot qilmaydi. Endi ahli Madina degandan kim maqsadmishadi? Fuqaha Madina. Fuqaha sab'a, bunda fuqaha va boshqa masalan Rabi'a Turaiva Imom Malik ustozi. Laqali isondimi ya? Rabi'aning vaqaliklari. Rabi'ada qarşı Al-Qasim başında 7 fakihli var danlar. Tabi'iler, tabi'in fuqahan demekçi. Yani ehli Mekke aleyhi hedyun duna i'adet meşyin. O kaydı nima qilish jumaydi? Qurbonliklam qis buldu dedi. Bir hadiya ilib bas buldu debdi. Demak bu qayta minib qilish qazosini qildi degani qilmoqdi bular. Qurbonliklam ilib bordi debdi. Va qala Malik mana Malik degandiki Imom Malikdan boshqa Madinadagi fuqaholardan ba'di demak edi. Va qala Malik alayhi al-amran jami'an. Ishkilisni qildi. Hem qazosini qildi, hem hadiyani qildi. Chunki shu chaqda, shu bir minutda mashin davomlashtirmay 20 minut to'xtab qolgan ekan bu hadiya oldi. Undan keyin uning mashinani davomlashtirdi deb. Ya'ni anav yarji mana bayon nima? Qaytib keladi. Fayamshi min haythu wajaba wa alayhi hadiya. Qayta shunda mana da qazosini qildi. Ya'ni bir qurbonlik muborak. Wal hadiyu andahu badana aw baqara aw sha. İllam yajid baqaratan aw badanatan. To'ga ya kalnim qilmay qolsa uni qo'ydi. وسبب اختلاف منازعة الأصول لهذه المسألة ومخالفة الأثر لها. الأصول قاعدة شريعة روحي ديلن. كوبنج أول قاعدة ما بعد ذلك كيف قلدي وذلك أن من شبه العاجز إذا مشى مرة ثانية بالمتمتع والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد. كنج قتم منصب ويرمي التوقف آدم. bunu kimga o'xshatdi desa mutamattilan qaringa o'xshatdi.
Mutamatta degan hajula umrni bir safarda qilgan odam. Nima? Qarin deganmi ikkinchi juplab qilgan odam. Lekin mutamatta ikkisining oralig'ida ihramdan chiqqan. Qarin degan bir ihramda ikkisini qilib o'tgan. Demak, ikki paxtakni bir chalg'u so'qqan odam bu. Ikki safar qilib yurmay, birlan safar qildi. Şunun demkilde. Kankilette ve hâdâ fe'ale mâ kâne aleyhi fî seferin vâhid fî sefereyn. Bu tercih noktan. Mâva anın aksini kıldı. Bir seferde kıldığını iki seferde kıldı mâva. Kâle yecib aleyhi hedil kârını avuttamı. Tercih kıyas gelme. Tercih kıyas kılsak, manda olsa manda kıldı. Manda tercih kılsa, yani okşaş hedi kıldı. Ve men şebbehe bisairil ef'alleti tenubu anha fil hacci iraqatid dam. Hecde ma'lum işlivattı. Aşını kılanmasa kan kıldıgan. Ama onu aşını asliga o'xshatib bakıldı ekan. Qala fihi dam. Bunda kan kıldı. Demek ayada hadi dedi. Yani kan dedi. Ma'u fidye. Ma kan degani fidye. Ceza. Ma'u hadiye. Mekke'ye hadiye atab elib mağdıgan hadiye qurbanlar. ومن أخذ بالآثار الواردة في هذا الباب قال إذا عجز فلا شيء عليه. Bu hakkıya hadisler tanıgalla. Muhammed qas hiç yapılmaydı onun kadar. قال أبو عمر kim? İbn Abdülbar. Abu Umar ise İbn Abdülbar. İbn Abdülbar'ın alıdan nasıl mı yaptın? والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة. Mana bu hakkıya hadisler Xudoylashtirilgan adamni mashaqqat sanmaydigan shunda endi hadislar deydi. Va huwa kama qala. Amaliyat ras bu gap. Imom Ibn Abdulbar deganda ras deydi. To'g'ri. Va ahaduha hadithu Uqba ibn Amir al-Juhani radhiyallohu anhu qala: "Nadarat ukhti an tamshi ila baytillahi azza wa jalla fa amarani an astafti laha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fastaftaytu laha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qala litamshi wal tarkab." Xaraja Muslim. İmam Buxari mu Seyyid rivoyat qilgan. Yani muttafaqun alayhi. Yani nima uchun Xaraja Muslimda to'xtab qoldi? İmam Ibn Abdülbar'ning kitobida İmam Muslim rivoyat qilgan deb o'tib ketgan. Buxorining gapini qilmaydi. Albatta bu Buxoridan bor. Demak, bu yerda kapparat bu deganning gapini qildimi? Qilmadi. Aniq masalada kappara kelamni kammamdi deganda kapparaning gapini qilmadimi? Kappara degan gap yo'q deganga dalil bo'ldi. Ve hadis Enes İbn Malik radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a raculan yuhada beyne ibnetey. İki kızının mürisiga yönlüp özü mağanbay şunun kötürüşü bilen söylemekte var. Fesa'ala anhu faqalu nadara yemşiye. Bu azad mama hiç qanda ulaq otaman bizkim kötaman zat mama deb buni nazar qilgan. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem innallaha laghaniyun an ta'dib hada nafsah ve amarahu an yerkab ve hada aydan thabit. Bu musabbibun kafaran gibi yok dedi. المسألة الثالثة اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حج أو عمرة. هذا يا أمريكا يعني بيت الله كعبة ده نزل قيسا كعبة ما نقارما دسا يعني ما نبحث قلما ما أمر قلما دسا اتفقنا. Bu zaten lazım. Nezri izah ver. Hem ihtilaf olan nasa fimen nadara yemşi ila mescidin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ev ila Beytul Makdis. Muş iki mescidinin birisiga minib barma degan bo'zchi dedi. يريد بذلك الصلاة فيما أشياء نموذج قيمة دمشق كم بو فقال مالك والشافعي يلزم المشي إمام مالك والشافعي الإمام أحمد بن بالله نمو برش كريك نزر بو نزر ترش كريك وقال أبو حنيفة لا يلزمه شيء وحيث صلى أجزاه أبو حنيفة بيت الله رسالة برش كريك لكن بيت الله başka مسجد النبوي'den مسجد أقصى قرطة بيت المقدس قرطة diğer bir şeyden ne namaz okusu bulardı dedi. Aslında masjid namaz okuşken var ya da. Bu yerde hacı ömür kılgaç yok. Beytullah hacı ömür var. Hacı ömür degan bu. Şoň ibadet oldu ki anın qarta zat beriş kerek dedi. Manda namaz okuşan namazı başlardan buldu dedi. Ve kezalike indehu in nazara as-salata fil mescidil haram. Endi mescid haramga hacı ömrü üçün bar, namaz üçün baraman desem yani şunda dedi. Çünkü hacı ömrünü maksat kılarsan bunu kılışın gerek. Namaz maksat kılsan başka namaz okusan buldu. Ve innema yecib indehul meşyu bin nadr ila'l mescidil haram li mekan al-hajj ve'l umra. Hacı ömrü bolganlıktan bunu maksat kılsa yoki Ka'bada şu ishni qilgan bo'lg'achqa undan shu yerga minib kirish kerak degan. Ama bunu maksat qilmay namoz maksat qilib qolsa boshqa o'qsin bo'ldi. Va qala Abu sahibihi man nadara an yusalli fi Baytul Maqdis aw fi masjid Nabi sallallahu alayhi wasallam lazimahu. Aşk mescidde namaz okuyman desem şu yer namaz okuş gerek. Nedir hesap? Ve in sallatil Beytil Haram ezzahu. Aşk dedi de mescid-i haram göre namaz okuyacağız. Meyle. Çünkü bu evzel anlamında. Evzel olan kim buldu dedi. Yani bu evzeli de namaz okusa okugan buldu iken. Ama düğünü de namaz okuysa, töyreki namaz okusa
hesap olmaydı dedi. Bu üstüne karışmış iken. Ve ekterun nasi, mesela ekterun nasi köpünçe alımla, ala ennen nadra lima siva hadihil mesacid thalatha la yelzemu. Muşu üç mescidden başka mescid görüp namazı kıymaya da nazar kıyam bolsa, bu nazarı hesap olmazdır. Müşkil hesap olmazsın. Değil mi ya? لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسرج المطي إلا لثلاث لا تشد الرحال إلا إلى مساجد ثلاثة diye bir var. Bu muttefakun aleyh hadis. Bu rivayet lekin sunandagi rivayet. La tusrajul mati illa lithalath. Yani ma'nosi o'xshash. Shaddir hal degan gap. Mati degan uloq. As uloqninki uchisi. Shu uloqning uchisi menab bandan qilgan bo'lganki shu uloqni deymiz. Uloq iga to'qim bilan to'qilmaydi demak. Yani safar qilmaydi demakchi. Shaddir hal degan shu hamda. Safarga qilish uchun ashimni tanini bog'lab, kemalini taqab, fadakaral masjidil harom va masjidahu va baytul maqdis. Ataytın da menish yo'q dedi. Dağılki sen ataytın da Muhammed'den nezir kılmaysa. Yani nezir kılsan hesap olmaz demek. Nezir hesap olmaydı. Şeriatını görsen hilaf demek. Demek ya da al-mati ve cem'uhu mataya. Aqimu bani ummi sudura matiyikumu. Fe inni ila kavmin sivakum la emyelu. Lamiyetul Arab. Lamiyetul Arab'na saz. Allimu evladekum lamiyetul Arab. Hazreti Ömer tabulagan. Çünkü bunun da lamiyetul Arab'da uğalvalık, şidamlık, gayretlik, mani teşebbüs kıldı. Bunda hanımını cazılap, öyle ayarlılar oturduğun, himmet kılmaydıgan, gayret kılmaydıgan, şecaat yok manını söküdü. Bu Şenferi'nin kasidesi. Şenferi'ye Salik'nin birisitti. Salik'nin menbur, şu kabile bunu özünün kolu etkirirler. Kabilesiz, cemaatsiz, uruktukansız, ailesiz yaşadığın Salik'te. Bu kandaklar çölde, bayağında çölde ucunda kalandağı beşeydi. Bir fırsat tapsa garç hücum kılıplan nas bulaydı. Ya o olaydı. Şey yaptı bir ay kadar anda yunmay çaşları şu koyunun alaka akıdak nımbılıp gidiyor. Bundan da şunun hayatını tasvirledi bu. Şenferi mesela Mahmud'da yaşadım. Çil böğrülü bilen, yolvası bilen şu yerde çölleri yattım. Bunda oldu aşındım. Onun karşılığı da lamiyetul acem var. Bu mudanlık. Asalatul ra'yi sanatni anil hatalı. Umun ayette saz kasiden. Toğra'inin. Lamiyetul acem. Mataya. Evde müşahidisine mada hata nıklığa vallaban. La tuşeddur rihal illa ila mesajid thalatha. Başka işlerim onun çigizülüp Saudi Arabistan'daki bazı alimler umumlaştırdı. Başka da tortamıdığı işlemi şirk bu. Onda ise bulmaydı haramdır. Peki bu hadisinin lafzı da değilgine mescid doğruluk diyen sözüm. Adım ya deyin gap del şudur. Yani mescidlerden üç mescidke sen sefer kılsan buldu. Onundan başka mescidke ataydın sefer kılmaysa dedi. Peki mescidden başka ne geçiyor? Onun gibini kılmadı. Sen ilim tarafı için sefer kılsan bulamı mı bunda? Buldu. Uruk tukkan dost biraderini ziyaret için sefer kılsan bulamı mı? Buldu. Şunu okşaşım da aynı buldu açılacak. O mesele hadis düşmeydi. Mescidin içinden ataydın. Ayşe namazı qo'yib, fazilatini ko'zlab ataydın safar qildigan meselelerden üçü var demek. Şu anda bu meselelerden başkasına safar qilib nazar qilsa, bu sefamas deb tamam. وذهب بعض الناس إلى أن النظر إلى المساجد التي يرجى فيها فضل زائد واجب. Yani mescidlerin içinde alaydı bunda bir fazilet var mescidli bolsa, aşının nazarı qilgan bolsa bas buldu. Yani fazilet var mescidli başka mescidli var. Mescid Quba. Tamam? Kıbleten deganda işte bir anda başka mescid qaraganda Qubani ziyorat qilish hadi Rasululloh ataydi ziyorat qildi. Ya Rasululloh Qubaga minib ham uzoqqa minib boribdi. Va Quba hozir masala talasidan bilamdir ishadi. Endi Imom Zufar Abu Yusuf'dan qarashida siziksa Zufar indapta aşı degan yerda o'qimasi bo'lmaydi. Uningda avzila, uningdan tövne ya, uning o'qishi deb boshqa o'rinda o'qisa bo'lmaydi. Shu joyda o'qish kerak. Xuddi shu Masjid Haramga baramandan nazar qilib minib borish kerak-ku. Buni boshqa ikki masjidga desam o'sha degan yerga berish kerak. Imom Zufar. Endi vahtajja fi zalika inma wa daba ba'dun nas kana. Ba'zi olimlar alayda bir fazilat va masjidga baramandan nazar qilsa shuni hisoblaydi. Bunga İbn Abbas'ınki fatavası tayangan liwaladil mar'a allati nadarat an tamshi ala masjid Quba kamatat an yamshi anha. Bir ayol şu masjid Qubaga minib bormadi nazar qilgan. Keyin u minib berishga ilgari o'lib ketib qopti.
Balası fatvaga so'rab kelgan chaqda uning o'rnida sen mang'ayan debdi. Demak bu nazr gazında vojibda. Bu qarzda kimda? Uni balasi ado qilib qo'ysin endi. Ro'za tutish, haj qilishda ado bo'lgan ahvol bor. Fadaynullohi ahaqqu an yuqda degan tariqada. Wa sabab ixtilafihim fi an-nadr ila ma 'ada al-masjid al-haram. Endi masjid haramdan boshqa yerga barmanda nazr qilgan chaqda ixtilofning sababi ixtilofum fil ma'na alladhi ilayhi tusraju al-matiyyu ila hadhihi thalath masajid. Nima uchun mushu masjidlarga biz atoyatdan safar qilamiz? Nima ma'ni uchun degan shu ma'noda ixtiloflashib qoldi. Hada limawdu salatul fard fi ma 'ada al-bayt, baytul haram. Endi baytul haramga haj umra masalasi vardı. Endi ma ikkisida namoz o'qish uchun damdo farz namoz, farz namoz o'qish uchun damdo yoki nafl namoz o'qish uchunmi? Faman qala limawdu salatul fard va kana al-fardu indahu la yunzar etgan vojibmi? Endi farz vojibni nazar qilish unda yo'q degan qarashchilarda. Bunda bulab qilib, bu salatul fard uchun dizgan bo'lsa, qala an-nadr bil mashi ila hadayn al-masjidayn ghayru lazim. Bu farzda unda nazar qilish yo'q. Nima? Namanki birinchi jumsin bo'ldi debdi. Namozdan fazilati qadamazida salatul fard debdi. Wa man kana indahu anna an-nadr qad yakunu fil wajib. Ba'zida vojib narsani nazar qilish bor debdi. Aw annahu aydan qad yuqsadu hadan al-masjidan li mawt salatin nafs. Yoki bu masjidda nafl namoz o'qiyman deb, nafl namozning natijasi bo'ladi deb, shuning fazilatini ko'zlab safar qilish mumkin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam salatun fi masjidi hada afdal min alf salatin fi ma siwaha illa al-masjidal haram degan mana. Salatun dedi. Farz-ya nafl dedi. Unda nafl mushuni ichida dedi. Wasmu salat ismul fard va nafl. Qala huwa wajib. Unda oniki boshqa masjidga berib namoz o'qiyman, manab desa yani vacip olarak nazarda turish kerak dedi. Lakin Abu Hanifa hamala hada al-hadis ala al-fard. Lekin Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bu hadisni farz salatun degani salatul fardi fi masjidida afdal min alf salat fardin fi g'ayriha. Menda da tushunibdi. Ikki hadisni jamlab turib. Bunda deyishning sababi nima? Masiran ilal jama' baynahu va bayna qawlihi sallallohu alayhi vasallam salatu ahadikum fi baytihi afdalu min salati fi masjidi hada illa al-maktuba. Demak, mening mush masjidimda farzning fazilati bor. Lekin nafl bosh namozda u yerda o'qigan namozingni afzal ma masjidda o'qigandan ma'mujallik. Nima uchun afzal bo'ldi? Uyda o'qigani. Birinchidan riyodan ijro. Ikkinchidan o'yinda qabristonlikda qilganmaslar. Demak, shu undan Abu Hanifaninki shu salatul fard degani. Demak, shu masjidda shu hasildigan fazilat nima dersi? Farz namozda. Ammo nafl namozda aslanmaydi deb. Men avvaldan tushib qolgan ishkensizda. Ma ikkinchi hadis qartam jalanib ketdi. Bo'lmasam ashkada kelib qoldi dedi. Amaliyat zikildi agar unda tushunsak zikildi. Va hadi masala hiya an takuna min al-bab ath-thani ahqqu min an takuna min hadha al-bab. Nima aytib berdi? Birinchi bab qalish, ikkinchi bab qalish. Al-zaka li mawdu salatul fard aw li mawdu salatul nafl degan so'zni ikkinchisi salatul nafl uchun deganni tarjih qilib o'tirdi. Ya'ni u vojibatda unda nazar qilish yo'q. Faqat ashya bo'lib men nafl namoz o'qiyman deb nazar qilganlik bo'ldi. Yani mesela Aksa'da Mescid-i Nebevi namaz okumayı diyen olsa nafl namaz söz tutuldu depti. Çünkü farz namazını okuş yok dedi. Ben ikinci nafl namaz için diyen kadar sel callap dedim. Tercih kıladım ama hak degine İbn Rüşd'nin tercih edildiği ibaret. İkinci gap bekirek udul kıldı depti. El-mes'eletur rabi'a vahtalafu fil vacibi ala men nadara en yenharabnehu fi makam İbrahim. Balısını makam İbrahim'i boğuzlayma deb nazar qilib turibmiz. Yoki shunga o'xshash joylarda makam İbrahim bo'lishi shart emas. Minada ya falan yoda yoki shu deki shunda ba'zi yerda faqala malikun yanharu jazuran fida'an lahu. Yani Malik bir tugi bo'zlaydi deb. Jazur degan tugi bor. Fida'an lahu degan shuning o'rnida qurbonlik qilish. Fida degan o'ning o'lishining o'rniga ma o'lashgan bo'ldi. Fedaka bi ve ummi ya Resulallah. Hatta anamni sizning o'rinlarga fido qilay. Sizlar o'lib ketadigan bir xavf bo'lib qolsa, sizning o'lashlarning o'rniga ota-onamni men shu o'limga tutib berib, sizni qo'llab qolay degan gap. Va qala Abu Hanifa yanharu sha. Qo'y bo'g'izlaydi dedi. Nima uchun? Nisbatan ona bir qo'y tushgan, qo'shqa tushgan. Asli bu fido ya qurbonlik qilish Ibrohim alayhisolamdan qolgan sunnat bu.
Unda ondan İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ni bo'g'izlayman degandan keyin Alloh taolo va fadaynahu bidilhin azim dedi. Qo'ydim bizni ba'dim ama bo'g'izlar deb uning o'rniga. Unda bo'lgandan keyin biz millati Ibrohimga ergishgan. Anittabi millati Ibrohim hanifa dedi. Unda ondan biz İbrahim Aleyhisselamning shu nimasiga ergishimiz. Yani ulaikellezine hedahumullah fe bihudahum iqtadi. Unda ondan shu nimaning yo'lini tutmamayız degan bo'yicha bir qo'y debdi. Va aydan marviyun an ibn Abbas. Ibn Abbasning kaga rivoyatda Ibn Abbasdan so'ralibdi-kan, bir seminarda qanday nima qildi? 100 taga debdi. Degandan masruq qopab bir qo'y qildi. Degandan Hazrat Ibn Abbas masruqning qarshi qaytib kelgan tamom bir qo'y. İbrahim Aleyhisselam'ning voqeasi eskilar bir qo'y degan gap. Va qala ba'dum bal yanharu 100 min al-ibil. Balki 100 taga bo'g'izlaydi debdi. Nima uchun 100 taga? Can bedilgan 100 min al-ibil. Fin nafsi 100 min al-ibil deb hadis var. Bu canning to'limi shu 100 taga yetdi. Undan keyin buning to'limi 100 taga bo'ldi deydi. Uning o'rni o'chilgan narsa. Bu Hazrat Ali'ning kaga rivoyat ekan. 100 taga degan qarash. Va qala ba'dum yuhdi diyatahu. Ashuning diyetini yani 100 taga degan diyet oldiga shuni herhangi atab qurbonlik qiladi deydi. Shu bir inson uchun 100 taga diyet qildi emasmi? Shu 100 tagadan daydab opirib herhangi berib shu qurbonlik qilib miskinligiga taqdirdik. Va ru'yadalgan aliman. Va qala ba'duhum bal yahujju bihi. Haj qilib andan bir qurbonlik qiladi demoqchimishlar, Haj qilib bal yahujju bihi degani balisni bilib hajga bordi degan gapmi yo qurbonlik bilan haj qildi degan gapmi? Bihiga balisni lahuma meningki bihi deb qo'ydi. Bihi bal yahujju bihi. Avlasa bir qarashda balasi uchun haj qilib qo'ydi ekan. Tamam, bal yahujju lahu. Yani nazr uchun haj qildi degan gapmi? Qanday bo'lsin bir haj qilishni debdim. Va bihi qala al-Layth va qala Abu Yusuf va Shafi'i la shay alayhi li'annahu nadru ma'siyatan va la nadra fi ma'siyatin. Bu adam bo'g'izlash deganda jinoyat bo'lgandan keyin unda nazr bo'lmaydi, sabab emas u debdi. Va sabab ixtilafim qissat Ibrohim alayhissalatu vassalam, ya'ni hal ma taqarra bihi Ibrohim huwa lazim lil muslimin am laysa bilazim. Yani shar'u man qablana shar'un lana am la degan. Faman ra'a anna zalika shar'un khussa bihi Ibrohim qala lazim an-nadr. Bu Ibrohim xosda bizda unda emas desa, bu nazr hisoblamas debdi. Va man ra'a annahu lazim lana, bizga lozimdir deganlar-chi qala an-nadru lazimun. Nazr lazim. Yani nazr şey hesab undavatken bunu bo'g'izlash bo'lmaydi. Qanday qildi? Besh qilish kerak. Vel khilafu fi hal yalzamuna shar'u man qablana mashhurun. Yani mushu talashtas mashhur usul fiqhiga gapmi bu. Lekin to'g'risi qarshi usul fiqhida mushu masalada shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid ma yansakhu fi shar'ina. Lekin bizning shariatimiz ko'pincha mushu ajbatda asos hammaga munosib kishini hammasi shu Ibrohim alayhisolamning sunnati shu. Butun jarayonimiz. Lakin yatatarraqu ila hada khilafun akhar. Lekin bu yerda yana bir talash-tortish chetishlik bo'ladi. Ma qoidalar emas, usulga ma talash-tortishlar emas, yana bir talash-tortishga chetishlar. Va an-nazar min hada al-fi'l annahu kana khasan bi Ibrohim. Maaş qaraganda bu İbrahim xasta va lam yakun shar'an li ahli zamani. Bu İbrahimning shu zamondagiga nisbatan bu shariat bunda shariat yo'qdir deydi. Va ala hada falaysa maga yuxtalafa hal huwa shar'un lana am laysa. Undan ekan u İbrahim alayhisolamning qavmi yoki shu ummatiga nisbatan shariat emas bu. Undan ekan biz u shariatni shariat emas deb talashlar qilsak bo'lmaydi debdi. Valladin qalu innahu shar'un. Ya bu shariatda İbrahim alayhisolamning muslimda ishbatda bizga shariat isondu deganlar innama tadfu fil wajib fi dalik. Buni vojib bo'lgan narsa nima deganda ixtiloflashdi. Vojib bo'ladi, hisob degandan keyin nima ish qilish kerak deganda ixtiloflashdi. Fi hal yuhmal wajib fi dalika ala al wajib ala Ibrohim. Bunda İbrahim'dan ne vacip bo'lgan bo'lsa, mishada shu narsa vacip bo'ldi demdoq, yani qo'y vacip bo'lgan. Meyadimi qo'y vacip bo'ldi demdoq, undan boshqa bizning shariatimizda ba'zi bir narsalarni akab baqamdoq dedi. Am yuhmal ala g'ayri dalika min al-qurab al-islamiyya. Bizning shariatimizda boshqa taat, haji deymiz, haj qilish deymiz, yuztaga degandek narsa opirib baqamdoq. Va dalika imma sadaqa bi diyat yana. Diyatni sadaqa, yuztagini sadaqa qilib o'tish, ya haj qilish mahajjun bihi degani ash balisni hajga opirish degan gapkan bu. Ash hajjun bihi deganga to'g'ri ekan bu aytgan. Yani bihi degan sizlarga berdamda. Undan keyin Imom Laysninki qarashi shu yahujju bihi degan gapkan. Yani balisni hajga opirdi, shuni kaffar shu demoqchi ekan, Va imma hajjun badanatun.
yoki bir tugini qurbonlik hadiya atab apurdi Ka'baga. Va ammalladina qalu mi'a min al-ibil, an 100 tugi deganlicho, bu nadin kelgan gap bu. Fadahabu ila hadis Abdul Muttalib. Abdul Muttalibning voqeligida Abdul Muttalib Zamzam quduq qazima deb eshadi, hablashgan. Axir Zamzam quduqini topsam, bolalarimdan birini bo'g'izlayman shara deb 10 bol so'rab Abdullah chiqqan bu. Ya'ni u topdi. Topganki nazrini ado qilsamsa degandan keyin o'ni nazrini ado qilayimda deb 10 o'g'lining orasida chek tashlasa Abdullah. Ya'ni chek tashlasa yana Abdullah. Yani chek tashlasa yana Abdullah. Abdullah eng amroq bolasi bo'lgan degan kishi qanday qilamiz deb besh qatib u bolasimi kagini xislamdi deb turuvlar. İsmailga o'xshash. Andiki axi besh qatib bo'lsa boshqa aqllar maslahat ko'rsatib, buni falan bir kain ayol var, shuni qishqirib bir nima qilib baqalar degandan keyin u kain ayol maslahat ko'rsatib 100 taga qurbonlik qilsam ish bitadi deb yo'l teppagan. Yo'l teppaganga 100 taga zada isha bir insonga 100 taga bog'lash bir ish bordi. Islom shariatida bir odamdan unda o'tirsa 100 taga qildigan avval bor. Deydi ish kerak bo'lgan taqdirda asosan diga tushsa 100 taga. Ya xato o'tirib qolsa shibilamda lekin mug'allaz bo'ldi. Tugininki ba'zi homila tuga yoki manda yashil tuga deydi. Ammo normal xatoninki 100 taga. 100 taga 25 dan munda 4 turlik olamdi, 3 turlikmi qo'shqida bo'lsa munosiblar qimmati o'zgarib ketmasmi? O'sha masala. Kitobul jinoyatda chiqdi bu. Vallohu taala a'lam bis-savob. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.